Hammaga salom. Xo'sh, bugungi debat mavzusi Muhammad mavjud bo'lganmi yoki yo'q? Dr. David Wood sobiq ateist va falsafa doktori darajasidagi sobiq mahbus. Bu mening gaplarim emas, menga shu matnni berishdi. David YouTube'dagi o'zining tanqidiy videolari bilan tanilgan. Iltimos, Dr. David Woodni qarsaklar bilan kutib oling. Bugungi debatda David Muhammad mavjud bo'lgan degan da'voni himoya qiladi. Davidga qarshi bugun ilk bor debatimizga tashrif buyurgan Robert Spencer. Sizni ko'rganimizdan nihoyatda xursandmiz. Robert Spencer Jihad Watch direktori va 29 ta bestseller kitoblar muallifi, jumladan Muhammad haqidagi haqiqat, Muhammad mavjudmi va Muhammad tanqidiy biografiyasi. Iltimos, uni ham qarsaklar bilan kutib oling. Shunday qilib debatni boshlaymiz. Dastlab ikkala tarafga ochilish nutqlari uchun 20 daqiqadan vaqt beriladi. Shunday ekan, Robert Spencer, ochilish nutqingizni boshlashingiz mumkin. Marhamat. Barchangizga rahmat. Xullas qisqa qilib aytsak, biz barchamiz bilamizki, Muhammad haqidagi hikoyalar sanoat miqyosida uydirilgan. Imom Buxoriy islom olami bo'ylab sayohat qilgan va Muhammad haqida 600 ming hikoya to'plagan. Keyin esa o'zining Sahih al-Buxoriy to'plamida ulardan atigi 7 mingtasini e'lon qilgan. Qolgan 519.300 ta hikoyalarchi? Ularga nima bo'ldi deb so'rasangiz, Buxoriy rivoyatlar ishonchli yoki ishonchsizligini aniqlovchi ma'lum bir yo'llar orqali ushbu rivoyatlarning soxta ekanligini aniqlagan. Sodda qilib aytganda, u Muhammad haqida keng ko'lamli yolg'on va uydirmalarning ishlab chiqarilishi odatiy hol bo'lib qolganligini tushungan. U hadislarni bir joyga jamlaganining sabablaridan biri ham o'zi shu edi. U bu ishi bilan yolg'onni haqiqatdan ajratib olishga harakat qildi. U buni qanday qildi va boshqa hadis to'plovchilar bu ishni qanday uddalashdi deb so'rasangiz, ular bu hadislarning dastlab Qur'ondagi oyatlar va o'sha paytdagi islom olamida mavjud bo'lgan odatlarga mos kelganini tanlagan. Bu ikki masala ham bir xil emas, bunga keyinroq qaytaman. Ammo haqiqat shundaki, vaqt o'tishi bilan hadischilar shuni tushundiki, bu vazifaga erishish juda qiyin va shuning uchun ular yana bir aniqlik o'lchovini ishlab chiqarishgan. Uning nomi isnod zanjiri. Bu usul bo'yicha hikoyalar faqat ishonchli odamdan, ya'ni musulmondan musulmonga, xuddi telefon o'yini kabi avloddan avlodga mutlaqo mukammal shaklda o'tib kelgan va oxir-oqibat yozib olingan. Endi ular qachon yozib olingan deb so'rasangiz, islomiy manbalarga bo'lgan ishonchni mutlaqo o'ldiradigan haqiqat ochiladi. Bu rivoyatlar Muhammad go'yoki yashagan davrda, ya'ni 7-asrda emas, 8-asrda ham emas, balki 9-asrda yozib olingan. Muhammad go'yoki yashagan yildan 200 yil o'tgach. Endi agar biz telefon o'yinini shu joyda to'laqon samimiy tarzda xolisona bo'lib o'ynasak, qanchalik jiddiy bo'lishimizdan qat'iy nazar, agar shu joydagi kishi rivoyatni boshlasa va uning rivoyati bittadan bittasiga xuddi isnod zanjiriga o'xshab zal oxiriga yetkazilsa, biz bilamizki, dastlabki rivoyat zal oxiriga yetib kelganda umuman boshqacha bo'lib chiqadi. Va agar bunga ishonmasangiz, menda ba'zi bir misollar bor. Eng ishonchli hadis to'plamlaridan biri bo'lgan Sahih Muslim hikoyasi. Muslim ibn al-Hajjaj eronlik bo'lgan va Buxoriy esa o'zbekistonlik. Ya'ni ularning hech biri Arabistonda yashab bu hikoyalarni to'plab yurmagan. Va shuni o'zi shubha uchun yetarli. Uzr, menda PowerPoint yo'q, men 20-asr ma'ruzachisiman, shuning uchun sizdan diqqat bilan tinglash talab qilinadi. Amar ibn Sa'd otasidan rivoyat qiladi. Uning ota-onasi Uhud kuni Rasululloh huzuriga yig'ildilar. Ya'ni bu Uhud jangi haqidagi hikoya. Mushriklar musulmonlarga o'q otayotganida payg'ambar unga "Sa'd, kamoningdan o'q ot" deb aytdi. Sa'd, "Onam va otam sizga fidoya bo'lsin. Men nayza o'qini tortdim va uning yon tomoniga mo'ljallab, patsiz o'qni otdim. Va u yiqilganda avrat joylari ochilib qoldi. Payg'ambar buni ko'rib shunchalik kuldiki, men uning oldi tishlarini ko'rdim", dedi. Demak, voqea shuki, Uhud jangida mushriklardan, ya'ni makkalik butparast Qurayshdan biri musulmonlarga hujum qilgan. Muhammad Sa'd bilan birga turgan va Muhammad Sa'dga o'sha yigitni o'ldirishni buyuradi. Sa'd uni o'ldiradi. Mushrik yiqiladi va uning avrati ochilib qoladi. Muhammad buni juda kulgili narsa deb o'ylaydi va tishlarini ko'rsatib kula boshlaydi.
Ajoyib, naqadar vahshiylik. Lekin shuni aytishim kerakki, bugungi kunda Muhammad haqidagi hikoyalarni tarqatuvchilarning uydirmalari va yolg'onlari shunchalik kuchliki, hatto shunday vahshiy hikoyani ham boshqacha talqin qilishadi. Eng taniqli islom olimlaridan biri Erik Ornsby ushbu hikoyani qanday talqin qilganiga qarang. Muhammad juda maftunkor kishi bo'lgan va u haqidagi hikoyalarda shu qadar yorqin odam bo'lganki, u kulganda uning orqa tishlarini ko'rish mumkin edi. Lekin Ornsby ushbu hikoyasida Muhammad o'lgan va ko'ti ochilib qolgan odam ustidan kulgani haqida bir dona so'z yozmagan. Xo'sh, bu bitta versiya. Voqea hikoyasiga ko'ra, Uhud jangi paytida bir Qurayshlik o'q otgan va ushbu o'q yaradorlarga suv berish uchun yugurib yurgan musulmon ayoli Umaymon etagiga tekkan. Natijada u qoqilib tushgan va ochilib qolgan. Quraysh hujumchisi baland ovozda kulishni boshlagan. Bu Muhammad payg'ambarni ranjitgan. U Sa'd ibn Abu Waqqosga boshi bo'lmagan o'qni berib, unga ot dedi. Musulmon Umaymonni sharmanda qilgan Quraysh jangchisini otdi. Sa'd Umaymonni sharmanda qilgan Quraysh jangchisiga o'q otdi va uning dumbasini ochib qo'ydi. Va Sa'd, men Rasulullohning tishlari ko'ringuncha kulganini ko'rdim dedi. Bu aniq bir xil hikoya. Ammo ko'rib turganingizdek, bu bitta hikoyada bir-biridan farq qiladigan bir nechta tafsilotlar mavjud. Birinchi versiyada ayol yo'q, erkakning dumbasi ochilib qoladi. Lekin ikkinchi versiyada birinchi musulmon ayol qoqilib, avrat joylari ochilib qoladi va Muhammad bundan juda g'azablanib, u Sa'dga yigitni otib tashlashni aytadi. Sa'd yigitni otadi, keyin esa uni dumbasi ochilib qoladi. Bu hikoyada juda g'alati tarzda avratlariga juda ko'p e'tibor berilgan-a? Keyin Muhammad tishlarini ko'rsatib kuladi. Yana bir manbada esa bu hikoyaning 3-versiyasi bor. Ash-Shamil Muhammadiya shunday deydi. Sa'd aytdiki, men payg'ambarning Xandaq jangida kulayotganini ko'rganman. Iya, bu Uhud jangi emasmidi? Shu qadar qattiq kuldiki, uning orqa tishlari ko'rinib qoldi. Men uning kulgisiga sabab nima edi deb so'radim. Sa'd u o'q otmoqchi bo'lganda, qalqon ushlab turgan bir odam qalqon ortida yashirinib ko'p gapirayotganini aytdi. Muallif aytmoqchiki, qalqonli yigit Muhammadni haqoratlagan. Shuning uchun Sa'd o'qni unga qaratdi va qalqonli kishi boshini ko'targanida o'q uzdi va shunda nishoniga tegdi. Ya'ni o'q peshonasiga tegdi va oyog'ini osmondan qildi. Shunda payg'ambar shunchalik qattiq kulib yubordiki, uning tishlari ko'rinib qoldi. Men undan uni nima kuldirdi deb so'radim. U askarga nima bo'lganligidan deb javob berdi. Xo'sh, bu Uhud jangimi yoki Xandaqdagi jangmi? Bilmaymiz. Bu ayolning qoqilib tushishi haqidami yoki musulmonlarni mazax qilib qalqon ortiga yashiringan askar haqidami? Bilmaymiz. Lekin hammasida Sa'd o'q otgan va Muhammad kulgan. Demak, Sa'd ibn Waqqos Muhammad bilan 2 marta Uhud jangida va 1 marta Xandaq jangida bo'lgan va uchalasida ham 3 xil odamni bir xil vaziyatda o'qqa tutgan va uchalasida payg'ambar kimnidir ko'tini ko'rib kulgan. Yoki ehtimol bu Muhammadning ixtiro qilingan rivoyatlardan bittasi bo'lgan, lekin orada chalkashib ketgan. Muhammadning tarixi sahih, ya'ni aniq tasdiqlangan. Rivoyatlarning barchasi isnod zanjiri sababli to'liq yetkazilgan degan fikr esa bu da'voga bo'lgan ishonchni kuchaytiradi va odamlarda shubha paydo bo'lishiga yo'l qo'ymaydi. Lekin bunday deydigan odamlarning eng katta muammosi shundaki, bu rivoyatlarning birortasi ham o'sha zamonga tegishli emas. Biz bilamizki, hatto bizning davrimizda bitta rivoyat to'liq saqlanib qolmaydi va bundan islom tanqidchilari islomga qarshi unumli tarzda foydalanadi. Misol uchun, bitta rivoyatda Muhammad mo'jizalar qila olmasligi haqida aytilgan, lekin boshqa rivoyatlarda u mo'jiza ortidan mo'jiza ko'rsatadi. Yoki yana bitta mashhurlardan biri, masalan, aorta hikoyasi. Qur'on ta'kidlashicha, soxta payg'ambarning aortasi kesiladi va Muhammad o'lganda uning aortasi kesiladi. Gap shundaki, biz bu rivoyatlarni bitta odam to'qimaganini tushunishimiz kerak. Muhammad haqidagi bu hikoyalar 685-dan 705-yillardagi xalifa Abdulmalik davrida boshlangan va bunga sabab u o'z dinini yaratishni xohlagan va bizda bu haqda ma'lumotlar ko'p. Abdulmalik va Fajoj ibn Yusuflar davrida Malik ibn Anas eng birinchi hadis to'plamlaridan birida shunday hikoya qiladi. Bir qariya o'tmishda hech qaysi odam masjidda mushaf, ya'ni Qur'on nusxasini o'qimaganligini aytadi.
masjidda Qur'on o'qish urfini birinchi bo'lib Hojaj ibn Yusuf boshlagan. Endi o'zingiz o'ylab ko'ring. Hojaj ibn Yusuf masjidlarda Qur'on o'qishni boshlab bergan, taxminan 690-700-yillar boshlarida. Ammo standart hikoya shuki, Usmon 653-yilda Qur'onni jamlagan va o'zi yaratgan nusxani barcha viloyatlarga tarqatgan. Ya'ni Qur'onni Hojaj ibn Yusufdan 40 yil oldin jamlab, hammaga tarqatgan-u, lekin 40 yil davomida hech kim ularda Qur'on borligini aytmagan. 40 yil davomida Qur'on haqida bir dona ham jumla yo'q. Va oradan 40 yil o'tgach, Hajjoj ibn Yusuf odamlarga masjidlarda Qur'on o'qishni buyura boshlaydi. Lekin eng muhimi shundaki, bu vaziyatni Hojaj ibn Yusuf yoki Abdulmalik ham to'laqon tushuntira olmaydi. Bularning Qur'on haqidagi hikoyasi ham juda shubhali. Bizda haqqoniy xalifalardan keyingi Muaviya bor. U 661-dan 680-yillarda xalifa bo'lgan. Muaviya 651-yilda xalifa bo'lgunga qadar Suriya hokimi bo'lganida Rim imperatori bilan gaplashgan. U Rim imperatori Konstant II-ga xat yozgan. Xatida u Konstantga Ibrohimning diniga ergashing, biz Ibrohimning diniga ergashamiz deb yozgan. Ko'rinib turibdiki, arablar birlashishdan oldin nima bo'lgan bo'lishidan qat'iy nazar, ular o'zlarini Ibrohimning ma'naviy nasl nasabidan deb hisoblagan. Ular Ibrohimiy monoteistlar bo'lgan. Ammo ular na Yahudi, na Nasroniy bo'lgan. Lekin musulmon ham bo'lmagan. Chunki Muaviya na Muhammadni, na Qur'onni, na islomni tilga olmagan. Muaviyaning zamondoshlari ham ularni tilga olishmagan. Uning hukmronligi davrida tangalar bo'lgan va tangalarda Muhammad degan yozuv ustida xoch chizilgan bo'lgan. Agar standart hikoyaga qarasangiz, Muaviya Abu Sufyonning o'g'li bo'lgan. Abu Sufyon Quraysh boshlig'i bo'lib, Muhammadga qarshi yillar davomida kurashgan va Muhammad Makkani bosib olganidan keyin u nihoyat islomni qabul qilgan va Muaviya yoshligidan musulmon bo'lib ulg'aygan. Lekin u nimagadir hech qachon Qur'onning 457 oyatini, ya'ni Iso o'lib tirilmaganligini, xochga mixlanmaganligini, odamlar adashganligini bilmagan. Muhammad bir hadisda aytganidek, Iso qaytib kelib xochni sindirishi haqidagi hech narsani bilmagan musulmon bo'lgan ekanda. Chunki bu narsalarni bilgan musulmon xalifa hech qachon o'z tangalariga Muhammad so'zi ustiga xoch chizdirmagan bo'lardi. Endi buni qanday tushunishimiz kerak? Bu juda oson. Islom haqida hech kim gapirmasdan oldin Muhammad so'zi ism emas, unvon bo'lgan. Va bu unvon juda yuqori unvon bo'lgan. Va Muhammad so'zining ma'nosi maqtovga sazovor bo'lgan. Va bu unvon islomdan oldin asrlar davomida turli odamlarga berilgan. Misol uchun 518-yilda Yamanda, Arabistonning janubida nasroniy kuchlarini mag'lub etgan Yahudi hukmdor bo'lgan. Va uning ismi Yusuf Assar Yatar bo'lib, u yana Zunnus nomi bilan ham mashhur bo'lgan. U Abisiyada jang qilish uchun kelgan nasroniylarni mag'lub etgan va u yerda odamlar uni maqtab, maqtovga sazovor Yahudiylarning rabbisi degan yozuvni qoldirgan. Ya'ni Rahob ab Muhammad deb yozgan. Ko'rib turganingizdek, ushbu 518-yilda yozilgan maqtovga sazovor ma'nosidagi Muhammad so'zi Islom payg'ambari Muhammadga aloqasi bo'lmagan unvon bo'lgan. Va bu unvon Xudo suygan hurmatli shaxslarga berilgan. Shunday qilib bu Muhammad unvoni va Ibrohimiy tavhid duv bo'lgan bir paytda Abdulmalik va Hajjoj ibn Yusuf bu urf-odatlarni bir joyga to'plash va endi din yaratish vaqti keldi deb qaror qiladi. Ular mavjud bo'lgan g'oyalardan foydalanishadi. Ya'ni yo'q narsani yangitdan ixtiro qilmaydi. Yo'q, shunchaki hammaga ma'lum bo'lgan urf-odatlarni birlashtiradi. Ular buni buyuk arablar istilosidan keyin o'z imperiyalarini birlashtirish uchun qilishgan. O'sha davrda dunyoda ikkita buyuk davlat bo'lgan. Zavdushtiy bo'lgan Fors imperiyasi va xristian bo'lgan Vizantiya yoki Rim imperiyasi. Bu buyuk davlatlarni na konstitutsiya, na parlament, na etnik birlik, na umumiy millat birlashtirgan. Bu ikkala qudratli davlatlar o'z aholisini bitta umumiy din bilan bog'lagan. Arablar ham shuni tushunib, ularda ma'lum bo'lgan hikoyalarni birlashtirib, islom dinini ixtiro qilishni boshlagan. Lekin bu g'oya bir kishi tomonidan amalga oshirilmagan. O'sha vaqtlar Muhammad asta-sekin aniq bir shaxs sifatida tilga olinishni boshlaganda, ko'plab amaldorlar turli bahslarda o'z qilmishlarini oqlash va mavqeini mustahkamlash uchun Muhammad haqida turli hikoyalar yarata boshlagan.
Va keyinchalik ko'plab amaldorlar o'ziga mos hadislar o'ylab topishgan. Va natijada bu odamlar bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan rivoyatlar borgan sari ko'payib ketishiga sabab bo'lgan. Misol uchun bitta hadisda Muhammad ayollar va bolalarni o'ldirmang deydi. Va keyin boshqa hadislarda Muhammad bir shaharga hujum qilganda, jangchilar unga biz hozir o'q otsak ko'plab ayollar va bolalar o'ladi-ku desa, Muhammad ular ham o'shalardan, ya'ni bir go'r deydi. Ko'rib turganingizdek, bu ikkita rivoyatni o'rtaga qo'ysak, Muhammad yo butunlay tomi ketgan shizofreniyaga moyil kishi bo'lgan, yoki har xil odamlar o'z pozitsiyalarini oqlash uchun bir-biriga zid hikoyalar yaratgan. Bu haqda juda ko'p dalillar bor, lekin vaqtim cheklanganligi sababli men raddiyalarga o'taman. Ba'zilar mening g'oyam noto'g'ri, chunki islomda ko'p noqulay joylar bor. Islom o'ylab topilgan bo'lganda, unda hech qanday noqulay joylari bo'lmasdi deydi. Ha, shubhasiz. Hech kimda o'z dinini va payg'ambarini yomon qilib ko'rsatish niyati bo'lmagan. Lekin har bir odamning o'z haqiqati bor. Bir odamga yaxshi bo'lgan narsa boshqasiga yomon bo'lishi mumkin. Bir odam Muhammad uchun o'zi yaxshi deb bilgan hikoyani o'ylab topgan bo'lsa, boshqasi bu hikoyani mutlaqo yomon deb o'ylashi mumkin. Bu joyda biz Shekspir aytgan salbiy qobiliyatga ega bo'lishimiz kerak. Ya'ni biz dunyoga mutlaqo boshqacha qaragan odamlarning ongiga kirishga harakat qilishimiz kerak. Misol uchun bu g'oyaga qarshi argumentlardan biri, bir hikoyada Muhammad o'z joniga qasd qilmoqchi bo'ladi, lekin har safar Jabroil uni o'z joniga qasd qilishdan to'xtatadi. Shu joyda siz hech kim bunday o'zini o'ldiruvchi payg'ambarni ixtiro qilmagan bo'lardi deb o'ylashingiz mumkin. Lekin gap shundaki, bu hikoyadan bizda voy Muhammad shunday lata ediki, u o'z joniga qasd qilmoqchi bo'lgan degan xulosa bo'lishiga sabab bizning bugungi tushunchamiz. Lekin bu voqeani to'qib chiqarayotgan odamlar xayolida bu hikoyani o'ylab topishdan maqsad qara, Alloh har qanday holatda va nima bo'lishidan qat'iy nazar payg'ambarni himoya qiladi deb aytish bo'lgan. Yoki u g'orda ko'rganini shayton deb o'ylaydi. Keyin xotinini oldiga borganda ular u ko'rgani shayton emas, Jabroil ekanligiga ishontirishadi. Bu hikoyani o'ylab topishdan maqsad Muhammad shayton bilan Jabroil farqiga bormasligini ko'rsatish emas, balki Muhammad shayton shoiri emas, aksincha Alloh elchisi ekanligini boshqalar tan oldi degan hikoyani arablarga ko'rsatish bo'lgan. Biz uchun bu g'alati bo'lishi mumkin, lekin o'sha davrda bunday fikrlash oddiy hol bo'lgan. Islom tanqidchilari odatda mashhur bo'lgan shayton oyatlari haqidagi voqeani keltiradi. Ya'ni kimdir din uydirsa, unga shayton oyatlarini qo'shmagan bo'lardi, deydi. Muhammad shaytonga ishonib shirk qilishi va keyin buni tan olishi aslida bir nechta muammolarni hal qiladi. Birinchisi, bu hikoya islom adabiyotidagi qarama-qarshiliklarni yo'q qiladi. Chunki shayton voqeasi nima uchun bir-biriga mos kelmagan oyatlar borligini tushuntiradi. Bironta oyat shubhali bo'lib qolsa, demak bu shayton oyati ekan deb uni o'zgartirishadi. O'zgartirishga hojati yo'q oyatlarni esa, mana, qara, Alloh Qur'onni doimo himoya qiladi, deydi. Ko'rib turganingizda bu juda qulay. Yomonni shaytonniki, uni o'zgartirsa bo'ladi. Yaxshisi esa Allohniki, u himoyalangan. Sehr bilan ham xuddi shunday vaziyat. Muhammad sehrlangan. Hech kim sehrga chalingan payg'ambarni o'ylab topmaydi deyishadi. Lekin gap shundaki, Muhammad sehrga vaqtinchalik mag'lub bo'lgan. Vaqtinchalik bu hikoyaning kalitidir. Ya'ni bu hikoyada maqsad sehr borligini, lekin Muhammadni bu sehr bilan mag'lub etishni iloji yo'qligini, chunki Alloh uni sehrdan qutqarishini ko'rsatish bo'lgan. Sehr mavzusiga o'sha davr odamlari juda jiddiy munosabatda bo'lishgan. Odamlar menga afsun qilishlari mumkin, lekin men taqvodor musulmon bo'lsam, meni Alloh saqlaydi deb o'ylashgan. Muhammad Yahudi ayol tomonidan aldangan va zaharlangan. Hech kim bunday payg'ambarni o'ylab topmasdi, deyshadi. Ha, to'g'ri, bu payg'ambarni yomon qilib ko'rsatadi. Lekin bu hikoyadan aslida kimga ziyon? Yahudilarga. Arablar Yahudilarni qadimdan yomon ko'rgan va har balosiga Yahudilarni sababdor qilishga harakat qilishgan. Esingizda bo'lsa, men biroz oldin 518-yilda Yamanda bo'lgan Yahudilar qirolligi haqida gapirgan edim. Bu qirollikka nima bo'ldi? Albatta musulmonlar ularni yengdi va bosib oldi. Qancha vaqtim bor? 1 daqiqa. 1 daqiqa. Ha, bo'pti, mayli bo'ldi qilaman. Gapiraman desam gap ko'p. Xullas, Muhammadni tarixiy shaxs emasligini isbotlovchi bir nechta asosiy muammolar bor. Misol uchun, ishonchim komilki, islomning ko'plab voqealari Makka da bo'lib o'tganligini barchangiz bilasiz.
Makka Muhammadning tug'ilgan joyi bo'lgan. Muhammad Makkada 570-yildan 622-yilgacha yashagan. Orada Madinaga ko'chib, biroz yashab, yana Makkaga qaytib kelgan. Makka qanchalik muhimligi haqidagi voqealar ko'plab hadislarda kelgan. Ha yaxshi, lekin bizda Konstantinopol va Hindiston o'rtasidagi ziravorlar yo'li bo'ylab sayohat qilgan savdogarlarning qo'lyozmalari bor va ular qayerga borganlari va qayerda savdo qilganlarini sinchkovlik bilan qayd qilishgan. Lekin o'sha qo'lyozmalarda Makka haqida bir dona ham jumla yo'q. 10-asrgacha bu karvonlarda Makka haqida hech qanday jumla yo'q. Xo'sh, bu nima degani? Rahmat. Rahmat, Robert Spencer. Endi navbat Dr. David Woodning 20 daqiqalik ochilish nutqiga. Marhamat. Robertning 1 daqiqa vaqti qolganda meni boshqa gapim yo'q degan da'vosiga qaramay, u yana 15 soniyadan ko'proq gapirganiga e'tiboringlarni qaratmoqchiman. Bunday noinsof odamga yana qanday ishonishimiz mumkin? Hayronman. Bugun men ayniqsa Jamesga ushbu debatda turli to'siqlar, muvaffaqiyatsizliklar, tahdidlar va hokazolarga qaramay, u qat'iyatli bo'lgani va bahsni baribir tashkillashtirgani uchun minnatdorchilik bildirmoqchiman. Bundan tashqari qisqa muddat ichida ushbu bahsda ishtirok etishga rozi bo'lgani va uni sharmanda qilishni va'da qilgan xabarimga qaramay baribir kelgani uchun Robertga ham rahmat aytmoqchiman. Ko'rib turganingizdek, men uslubiy debatchiman va bugungi debatda men to'liq da'vatchilar roliga kirdim. Lekin tomoshabinlar, siz buni qilib o'tirmang. Bu juda xavfli. Aytmoqchi, da'vat haqida gapirar ekanmiz, biz barchamiz markaziy da'vatga rahmat aytishimiz kerak. Hey James, tomoshabinlarning kulgilari sababli vaqtimga qo'shimcha 3 daqiqa kerak bo'ladi, okey? Xullas, biz barchamiz markaziy da'vatga uning APga qarshi tahdidlari uchun rahmat aytishimiz kerak. Markaziy da'vatning tahdidlari APni xavfsizlik tizimi uchun pul yig'ish sahifasini tashkil qilishga majbur qildi. Va odamlar APga $100,000 ko'proq pul yuborishdi. Bu so'raganidan ko'ra ancha ko'proq. APning endi o'zining shaxsiy temir gumbaz tizimiga ega bo'lish uchun yetarli puli bor. Va bularning barchasi uchun men markaziy da'vatga to'g'ridan-to'g'ri rahmat aytmoqchiman. U bechora bu yerga kelib bizni o'ldirishni o'rniga qo'rqqanidan bizni podvaldan tomosha qilayotganligi aniq. Hey, markaziy da'vat, sen qayerdan tomosha qilayotgan bo'lsang ham, shuni bilginki, sen bechora TikTokdagi 10 ta muxlislaringdan chaqalar tilanib so'rab yurgan bir vaqting, AP Scrooge McDuck kabi pul dengizida suzyapti. Barchasi sen tufayli. Sen bahslashishni bilmasang-da, biz nihoyat sen qaysi ish ustasi ekanligingni bildik. Sening doimo payg'ambaringni masxara qiladigan sobiq musulmonlar uchun pul yig'ishda tenging yo'q ekanligini angladik. Ofaring. Endi men yana bir odamga rahmat aytmoqchiman. Biz hammamiz buni guvohi bo'ldikki, James butun dunyo bo'ylab Muhammadni himoya qilishga tayyor bo'lgan bir dona musulmonni topa olmadi. Shayx Usmon bahsda ishtirok etishga taklif qilindi, lekin u qochdi. Muhammad Hijab payg'ambarni himoya qilish uchun $80,000 yetarli emas dedi. Sizni bilmadim-u, men uchun bu qo'rquv belgisi. Ajoyib-a? Payg'ambarni bahsda himoya qilishga tayyor bo'lgan hech qanday da'vat odami qolmadi-ya? Isa? Kim Isa dedi? Isa o'ta farosatli bola. U da'vat masxarabozi bo'lish darajasidan ancha yuqorida. Isani bilmaganlar uchun Isa qisman musulmon, qisman yahudi bo'lsa-da, u xristian tarbiyasiga ega yigit. Xullas, aslida to'xtab turing. Isaga sog'am bor. Men Isaga bir narsa olib keldim. James, bu uchun ham mening vaqtimga qo'shimcha vaqt kerak. Isaning doim yaxshi odam bo'lganiga hurmatim sababli men uning barcha diniy ta'sirlarini birlashtirgan bir narsa tayyorladim. Men Qur'on varoqlaridan Rojdestvo darag'ining bezagi sifatida David yulduzini yasadim. Mana Isa, iltimos sovg'amni qabul qil. Buni yasash oson bo'lmadi. Nimaga buni oldi? Chunki Isa juda zo'r yigit. Ha, men shunday ajoyib odamman. Men Qur'on orqali madaniyatlar aro ko'priklar quraman. Endi men rahmat aytmoqchi bo'lgan oxirgi odamga qaytaman.
Men hozir Robert Spencer kabi odamlarning islomofobik hujumlariga qarshi chiqqan va payg'ambarni himoya qilishga tayyor bo'lgan yagona odam ekanman. Dunyoning 2 milliard musulmonlari nomidan men payg'ambariylarni himoya qilishga tayyor bo'lgan yagona odam bo'lganim uchun o'zimga rahmat aytmoqchiman. Qarang, 2025-yilni butun dunyoda Muhammadning yagona himoyachisi David Wood bo'lgan yil sifatida boshlayapmiz. Bu yil islom himoyachilari uchun ajoyib yil bo'lishi aniq. Va tomosha qilayotgan barcha da'vat muxlislari uchun shuni esda tutingki, bugungi bahs aslida men va Alex O'Connor o'rtasida bo'lish kerak edi. Alex O'Connor Isoga jiddiy hujum qilishi va men Parvardigorimiz Isoni himoya qilishim kerak edi. Ammo musulmonlarning odatiy tahdidlari tufayli Alex qo'rqib ketdi va bahsdan bosh tortdi. Shunday ekan, bu mavzudan boshqa mavzu qolmadi. Chunki James Alex o'rniga bironta boshqa musulmonni topmoqchi edi. Lekin yo'q, bironta musulmon kelmadi. Keyin boshqa mavzu bo'yicha musulmonlarni qidirdi. Lekin yo'q, bironta musulmon rozi bo'lmadi. Xullas, men aytmoqchi bo'lganim shuki, hey dunyo musulmonlari, agar bugungi bahsda mening payg'ambaringizni himoya qilish uslubim sizga yoqmasa, ayb o'zingizda, ayb to'laqon o'zingizda. Musulmonlar payg'ambarini himoya qilgisi kelmadimi? Oqibatini bilish kerak. Xo'p, bo'ldi. Maynavozchilikni to'xtatamiz. Bizning bugungi mavzuyimiz Muhammad mavjud bo'lganmi? Men Muhammad mavjud bo'lganligiga ishonaman. Ya'ni bu bahsda siz meni Muhammad tan oluvchisi deb atashingiz mumkin va ishonchim komilki, bu yerdagilarning aksariyati xuddi men kabi Muhammad mavjud bo'lganligiga ishonishadi. Men Muhammad ismli odam bo'lganiga va u payg'ambar bo'lishni da'vo qilgan va islom deb atalgan dinni boshlaganiga ishonaman. Robert esa aksincha, Muhammad mavjud bo'lmaganligiga ishonadi. Robert jamiyatda bugungi kunda keng tarqalayotgan Muhammad ertakchilari yoki Muhammad mifologiyachisi deb atalgan guruhga kiradi. Robert o'z pozitsiyasini tushuntirib berdi. Lekin qisqa qilib aytganda, Muhammad ertakchilari odatda Muhammadni qandaydir arab hukmdor yangi din yaratish uchun o'ylab topgan deb hisoblashadi. Men bu qarashni moft, ya'ni Muhammadga oid fitnalar dadasi deb atayman. Nega bunday atayman? O'z o'ylab ko'ring. Bunday fitnani amalga oshirish uchun nimalar qilingan? Arab hukmdori din boshlashga qaror qiladi. Shuning uchun u Muhammad obrazini o'ylab topadi. Keyin esa Muhammad haqida turli xil hikoyalarni yaratish uchun bir guruh odamlarni yig'adi. Va keyin nafaqat Muhammad haqida, balki uning atrofidagilari, Muhammadning xotinlari, amakivachchalari, xolalari va amakilari, o'sha paytdagi butun musulmon jamoati, xullas bularning barchasini o'ylab topadi. Va yana to'liq genealogiya va hokazolarda ham juda ko'p ma'lumotlarni o'ylab topishadi. Bilasizmi, menda Muhammad va uning atrofidagi odamlar haqida musulmon manbalariga to'la butun boshli javonim bor. Ushbu manbalarning barchasi Muhammadni inkor etuvchilarning fikriga ko'ra shunchaki uydirma. Lekin xo'p desak ham, ya'ni bularning barchasi fitna bo'lsa, odamlar nafaqat bu hikoyalarning barchasini o'ylab topishlari kerak bo'lgan. Ular ushbu hikoyalarni o'ylab topayotganda, ular hech bo'lmaganda nimani o'ylab topayotganligini ham bilish kerak bo'lgan. Chunki ular katta fitna tashkil qilmoqchi bo'lgan. Ular shunchaki minglab hikoyalarni o'ylab topishi emas, ular yana aholini ushbu hikoyalarga ishonishga majbur qilishlari kerak bo'lgan. Ushbu fitnachilar aholiga ushbu o'ylab topilgan hikoyalar aslida ularning muqaddas dini ekanligini ishontirishi kerak bo'lgan. Endi masalan, xo'p desak ham, sizga nisbatan shunday qilishga urinayotgan odamni bir tasavvur qiling. O'sha ulkan siyosiy kuchga ega bo'lgan odam kelib, "Hey, bizning qahramonimiz va yetakchimiz payg'ambar Bob haqida nima fikring bor?" deb sizdan so'rasa, siz nima degan bo'lardingiz? Kim? Qanaqa Bob? Nima deyapsan desangiz, u sizga javoban, "Ha, bilasan-ku, payg'ambar Bob. Biz hammamiz unga xizmat qilyapmiz va u bizga uzoq vaqtdan beri Alloh vahiylarini yetkazib beryapti" desa, siz ishonasizmi? Agar o'sha odam sizga buni ishontira olsa, bu odam haqiqatdan ham ommaviy manipulyatsiyaning va Muhammadga oid fitnalarning dadasi bo'lardi. Agar bu haqiqatdan ham rost bo'lsa va bularning barchasi o'ylab topilgan hikoyalar bo'lsa, bu fitnachilar aql bovar qilmaydigan darajada daholar bo'lishgan. Lekin yodda tuting, agar biz hozir kavlashni davom etsak,
Siz tushunasizki, bu eng buyuk daholar bo'lishi kerak bo'lgan odamlar aqldan ozgan tentaklardek tuyula boshlaydi. Barcha zamonlarning eng muvaffaqiyatli hikoyasini o'ylab topgan odamlar aqldan ozgan tentak bo'lishi mantiqsiz, to'g'rimi? Aynan shu sababli ham men ushbu moftga, ya'ni Muhammadga oid fitnalar dadasiga ishonmayman. Sababi menda ushbu g'oyaga to'g'ri kelmaydigan juda ko'p dalillar bor. Xullas, qarang, nima demoqchiman? Ha, to'g'ri, kimdir dinni ixtiro qilishiga kelsak, bu oddiy hol. Bunday narsalar har doim sodir bo'lib kelgan. Odamlar payg'ambarni yoki diniy arbobni o'z dinining markaziy o'rniga qo'yishi ham, oddiy hol. Bu ham har doim sodir bo'lib kelgan. Ammo agar siz yangi dinni ixtiro qilayotgan bo'lsangiz va dinning yagona payg'ambarini ixtiro qilayotgan bo'lsangiz, ushbu payg'ambaringizni siz ma'lum maqsadlaringizga qarab o'ylab topishingiz kerak bo'ladi-ku. Agar siz odamlar ushbu payg'ambarni xudodan deb hisoblashini xohlasangiz, siz mo'jizaviy hikoyalarni yoki farishtalarning kelishi va payg'ambarga yordam berishi haqidagi hikoyalarni o'ylab topishingiz kerak bo'ladi-ku. Agar sizning diningiz dunyoni zabt etayotgan birlashtiruvchi kuch bo'lishini istasangiz, qudratli payg'ambarni va uning dunyoni shafqatsizlarcha bo'ysundirish va asirga olish haqidagi buyruqlarni o'ylab topishingiz kerak bo'ladi-ku, va hokazolar. Ya'ni shu maqsadlarga qarab kimdir nima uchun bunday narsalarni o'ylab topishini osonlikcha tushunishimiz mumkin. Ammo agar siz dinni ixtiro qilayotgan bo'lsangiz va yangi din uchun so'nggi va eng buyuk payg'ambarni ixtiro qilayotgan bo'lsangiz, siz hech qachon bu payg'ambarni ahmoqona, aqldan ozgan, ishonchsiz, yovuz, qo'rqoq yoki jinni qilib ko'rsatadigan hikoyalarni o'ylab topmaysiz-ku. Sodda qilib aytganda, siz yangi payg'ambaringiz uchun maqsadingizga yordam beradigan sifatlarni ixtiro qilasiz. Siz maqsadingizga zarar yetkazadigan narsalarni ixtiro qilishingiz bu mantiqsiz, to'g'rimi? Bu degani, agar biz hozir musulmon manbalarini ochsak va Muhammadni ahmoq, aqldan ozgan, ishonchsiz, yovuz, qo'rqoq va jinni holatda ko'rsatadigan ko'plab hikoyalarni topsak va nega bizda ushbu hikoyalar bor deb so'rasak, eng mantiqli javob bu yoqadimi yo'qmi, bu narsalar o'ylab topilmagan, aksincha rostdan ham sodir bo'lgan degan javob bo'ladi. Va agar bu narsalar haqiqatan ham sodir bo'lgan bo'lsa, demak Muhammad albattaki mavjud bo'lgan bo'ladi. Bugungi ochilish nutqimda buni isbotlash uchun 6 ta misol keltirmoqchiman. Shundan so'ng Robertga haqligimni tan olishi va taslim bo'lishi uchun imkoniyat beraman. Agar u tan olmasa, agar u moft g'oyasini davom etsa, men raddiya bo'limida baham ko'rishim mumkin bo'lgan yana juda ko'p qo'shimcha misollar bor. Shuning uchun ogohlantiraman. Agar Muhammad haqidagi sharmandali va jirkanch manbalarni ko'rsangiz, ayb menda emas, Robert Spencerda va mendan qo'rqqan va bahsi kelmagan musulmonlarda. Xo'sh, boshladik. 6 ta oddiy misol. Biz musulmonlar manbalaridan bilamizki, Muhammadning dastlabki vahiylar haqidagi birinchi taassuroti ular iblisdan bo'lgan. Muhammad Hiro g'oridan qochganda 96-suraning dastlabki 5 ta oyatlarini qandaydir jin yoki shoir shayton uning boshiga solganiga amin edi. Biz buni Muhammadning eng qadimgi islomiy biografiyasidan o'qiymiz. Muhammad ta'kidlashicha, Xudoning hech bir maxluqi menga ushbu shoir yoki jinni odamdan ko'ra yomonroq emas edi. Men ularga hatto qaray olmadim. O'yladimki, kim bo'lsin bu shoir yoki jin, hech qachon Quraysh menga bu haqda aytmasin. Muhammad ushbu g'orda nima bilan uchrashgan bo'lsa ham, u bu narsani yomon ekanligiga amin edi. U bu jinlardan o'zini himoya qilish uchun xotinining uyiga yugurdi. Aytmoqchi, men bu hikoya orqali Muhammadni qanchalik lata erkakligini e'tirof etib o'tishim kerak. Qaysi 40 yoshli ho'kiz erkak jindan qo'rqib xotinining uyiga yuguradi, ha? Lekin chetlashmaymiz. Xullas, Muhammad xotinining uyiga yuguradi va uning xotini va xotinining nasroniy amakisi Muhammad jinni emas, aslida u buyuk Allohning payg'ambari ekanligiga ishontiradi. Endi o'zingiz o'ylab ko'ring. Agar siz yangi diningiz uchun payg'ambar o'ylab topayotgan bo'lsangiz, bu payg'ambar jin bilan uchrashgan va o'zini jin urgan deb o'ylagan. Keyin esa u g'orda umuman bo'lmagan odamlarning gapiga ishonib, o'zini payg'ambar deb atashni boshlaganligi haqida hikoya o'ylab topasizmi? Men bunday qilmagan bo'lardim. Ikkinchi misol. Shuni ham bilamizki, Muhammad g'ordagi voqeadan so'ng o'z joniga qasd qiladigan va o'zini qoyadan tashlashga harakat qiladigan bo'lib qoladi.
Xuddi shu biografiyada Muhammad men tog'ning tepasiga boraman va o'zimni tashlab yuborish, ya'ni o'zini o'ldirishi orqali xotirjamlikka erishishim mumkin deydi. Lekin qaytaraman, u aslida jinni emas, Allohning payg'ambari ekanligiga uning xotini va amakivachchasi ishontiradi va Muhammadning bu qilig'iga chek qo'yadi. Lekin keyinchalik u payg'ambar ekanligiga ishonganida va keyin vahiylar kelishi to'xtaganda, u yana o'z joniga qasd qilmoqchi va o'zini bir necha bor qoyadan tashlashga harakat qiladi. Buni biz Sahih al-Buxoriydan bilamiz. Bu hadisga ko'ra, bir necha kundan keyin Varaqa vafot etadi va ilohiy vahiylar ham bir muddatga to'xtaydi. Payg'ambar shu qadar qayg'uga tushdiki, u o'zini tog'larning cho'qqilaridan tashlashni bir necha bor niyat qiladi va har safar u o'zini tashlash uchun tog'ning cho'qqisiga chiqqanida, Jabroil uning oldida paydo bo'ladi va "Ey Muhammad, sen haqiqatdan Allohning elchisisan" derdi. Shunda uning yuragi tinchib, u uyga qaytardi. Endi siz o'zingiz o'ylab ko'ring. Agar siz qandaydir arab qabilalarini bitta payg'ambar bilan birlashtirishni istasangiz, ushbu payg'ambarni qandaydir had desa o'zini qoyadan tashlashga shoshadigan odam sifatida tasvirlaysizmi? Men albattaki bunday qilmasdim. 3-misol. Eng qadimgi islomiy manbalarga ko'ra, Muhammad adashib iblisdan vahiy yetkizgan. Muhammad Makka da va'z qilayotganda unga ko'p odamlar ishonmagan. U ayniqsa o'z qabilasi islomni qabul qilishini juda ham xohlagan. Keyin bir kuni u umid qilgan vahiyni oldi. Bu voqea At-Tabariy tarixida keladi. Allohning elchisi Qurayshning katta yig'ilishida o'tirgan edi. O'sha kuni Muhammad Alloh uni qabilasidan uzoqlashishiga sabab bo'ladigan hech qanday vahiy jo'natmasligini umid qilgan edi. Shunda Allohdan vahiy keladi. To yulduz chiqib botguncha sening ummating na yo'ldan adashadi, na aldanadi. Muhammad surani davomida Alot, Aluza va Manat haqida o'ylamadingizmi? Bilsangiz kerak, Alot, Aluza va Manat bu butparastlar ma'budalari edi. Iblis Muhammadning tiliga ikkita iborani qo'shadi. Bular yuqori uchuvchi turnalar. Albatta ularning shafoati sizlarga kerak. Shu bilan surani davom etadi. Suraning oxirida Muhammad sajda qilganida uning butun qabilasi unga qo'shilib sajda qiladi. Ya'ni Muhammad butparastlar ma'budlariga hurmat ko'rsatib ta'zim qiladi. Dastlab 53-sura aynan shu haqida bo'lgan. Ya'ni bu surada Allohdan tashqari musulmonlar ibodat qiladigan 3 ta ma'buda borligi haqida aytilgan. Alot, Alusa va Manat. Ular baland uchuvchi turnalar deb ataladi. Chunki g'oya shundan iborat bo'lganki, bu qush kabi ma'budlar sizning ibodatlaringizni Allohga yetkazib beradi. Muhammad ushbu vahiyga hurmat ko'rsatib ta'zim qilgan. Uning izdoshlari ham u bilan vahiyga hurmat ko'rsatib ta'zim qildilar. Ammo biroz vaqtdan keyin Muhammad qaytib kelib, Qur'onning bir qismi sifatida aytgan ushbu oyatlar aslida Allohdan emas, balki shaytondan ekanligini aytadi va keyin surani o'zgartiradi. Ya'ni Muhammad buni o'zi tan olgan. Mana ekranga qarang. Men Allohning roziligisiz surani soxtalashtirdim va unga Alloh aytmagan so'zlarni qo'shdim. Endi o'zingiz o'ylab ko'ring. Agar siz ixtiro qilgan diningizda Allohga sherik qo'shish, ya'ni shirk, odam qilishi mumkin bo'lgan eng og'ir gunoh bo'lsa, nahotki siz yangi payg'ambaringizni shirk qilgan va o'z zamonasining butun musulmon jamoatini u bilan birga shirk qilishga ishontirgan odam sifatida tasvirlaysiz? Nahotki uni Allohdan kelgan vahiy bilan shaytondan kelgan vahiy o'rtasidagi farqni ajrata olmaydigan farosatsiz odam sifatida tasvirlaysiz? Albatta yo'q. 4-misol. Buxoriy va boshqa ko'plab manbalardan biz bilamizki, Muhammad uni chalg'ituvchi fikrlar va yolg'on e'tiqodlar bilan aldagan sehr qurboni bo'lgan. Bu rivoyat Sahih al-Buxoriy 3175 da kelgan. Oysha rivoyatiga ko'ra, bir marta payg'ambar sehrlanib qoladi va u aslida qilmagan narsalarni qilgan deb o'ylay boshlaydi. Voqeaning to'liqroq versiyalaridan biz shuni bilamizki, bir afsungar Muhammadning tarog'i va undagi sochlarni sehrlab qo'ygan. Bu sehr taxminan 1 yil davom etadi va oxir oqibat 2 ta farishta kelib Muhammadga sehrni qanday buzishni ko'rsatadi. Xo'sh, muammo nimada? Qur'onda. Qur'onning 2-surasidagi 102-oyatda shaytonlar odamlarga sehr o'rgatadi. 15:42 da esa iblis Allohning haqiqiy xizmatchilari ustidan hech qanday hukmi yo'q deydi. Shunday qilib, agar shaytonlar sehr o'rgatsa va iblisning Allohning haqiqiy xizmatchilari ustidan hech qanday hukmi bo'lmagan joyda afsungar Muhammadni sehrlab qo'ygan bo'lsa, biz qanday xulosaga kelishimiz kerak? Muhammad Allohning haqiqiy xizmatchisi bo'lmagan degan xulosaga.
Endi menga aytingchi, agar siz maqsadingizga mos keladigan payg'ambar ixtiro qilayotgan bo'lsangiz, uning dushmanlari uni vaqtincha qora sehr bilan yengishlari mumkin deb ixtiro qilasizmi? Albatta yo'q. 5-misol. Islomning eng ishonchli manbalariga ko'ra, Muhammadning bashoratlari dastlabki moft faollaridan ancha oldin noto'g'ri bo'lib chiqqan. Boshqacha qilib aytganda, Muhammad bir narsani bashorat qiladi va keyinroq ushbu bashorati ro'yobga chiqmaydi, ya'ni xato bo'lib chiqadi. Va bu bashoratlar Muhammadga oid fitnalar dadasi paydo bo'lishidan oldin noto'g'riligi ma'lum bo'lgan. Ya'ni kimdir Muhammadni ixtiro qilgan bo'lsa, demak u Muhammadni yolg'on payg'ambar ekanligini allaqachon ko'rsatgan bashoratlari bilan ixtiro qilgan. Keling ikkita misol keltiraman, tushunasiz. Sahih al-Buxoriyda Muhammad oxiratning alomatlaridan biri bu Dulkalasa butiga sig'inish uchun ibodatxona atrofida aylangan ayollarning dumbalari silkishi deb bashorat qiladi. Ammo ko'p o'tmay ushbu but va ibodatxona musulmonlar tomonidan vayron qilingan. Shunday qilib bashoratni yo'q qilgan. Ya'ni bashorati ro'yobga chiqmagan. Muhammad oxiratning alomatlaridan biri ayollar ushbu butparastlar ibodatxonasida aylanib orqalarini silkitishi deb bashorat qilgan. Lekin butparastlar ibodatxonasi ko'p o'tmay yo'q qilingan. Shuning uchun bu bashorat cho'pchak va oxirgi zamon bilan hech qanday aloqasi bo'lishi mumkin emas. Xo'sh, fitnachilar Muhammadni o'ylab topayotganda ushbu ibodatxona allaqachon yo'q qilingan bo'lsa, nega kimdir bunday sharmandali bashoratni ixtiro qiladi? Xuddi shunga o'xshash yana bitta bashorat. Muhammad bir vaqtlar bir bolani ko'rsatib, mana shu bola keksayishidan oldin qiyomat keladi degan. O'sha bola keksayishi u yerda tursin, u o'lib ham bo'ldi. Ya'ni bashorat noto'g'ri bo'lib chiqdi. Endi savol: agar Muhammad keyinchalik ixtiro qilingan bo'lsa, nega fitnachilar Muhammadni shunday noto'g'ri bashorat bilan o'ylab topdilar? Axir bu bashoratlar Muhammadni soxta payg'ambarligiga ochiq-oydin dalil-ku. Agar ular haqiqatan ham payg'ambarni ixtiro qilayotgan bo'lsa, ular aksincha Muhammadning to'g'ri bo'lgan bashoratlarini o'ylab topishi kerak emasmi? Nega ular Muhammadni o'ylab topayotganda noto'g'riligi aniq bo'lgan bashoratlari bilan o'ylab topishgan? 6-misol. Qur'on 4:157 ning tafsiriga ko'ra, Alloh Isoni uni o'ldirishni xohlaganlardan qutqargan. Shunday qilib, agar kimdir islom uchun payg'ambar ixtiro qilayotgan bo'lsa, u yangi payg'ambar uchun xuddi shunday mo'jizaviy hikoyani ixtiro qilishi mantiqli, to'g'rimi? Ammo musulmon manbalariga ko'ra Muhammad qanday vafot etgan? U Yahudi ayolning oilasini qirib tashlagani sababli o'sha ayol tomonidan zaharlangan. Xaybar jangida bir Yahudi ayolning butun oilasini Muhammad so'yib tashlagan. O'sha ayol Muhammad va uning safdoshlariga kechki ovqat taklif qiladi. Va payg'ambar ushbu sahiy taklifni qabul qilgan. Dunyoda 8 milliard odam bor. 1 daqiqa. Yo'q, 1 daqiqa emas. Boshida mavzudan tashqarida bo'lgan gaplar uchun qo'shimcha vaqt kerak degandim-ku. Ayb menda emas, hiringlagan tomoshabinlarda. Xullas, bir Yahudi ayol uning butun oilasini so'yib tashlagan Muhammadga taom tayyorlashni taklif qiladi. Dunyoda taxminan 8 milliard odam bor. Siz barcha 8 milliard odamdan, agar siz bir ayolning butun oilasini so'yib tashlaganingizdan keyin, o'sha ayol sizga kechki ovqat taklif qilsa, siz bu taklifni qabul qilish yaxshi fikr deb o'ylaysizmi deb so'rang. 8 milliarddan 8 milliardi aytadiki, bu eng ahmoqona fikr. Muhammad haqiqatan ham insoniyat tarixidagi eng buyuk odam. U bunday fikrni zo'r deb o'ylagan yagona odam. Zahar Muhammadning ichki a'zolarini yemirib tashlaydi va u dahshatli azobda jon chiqib o'ladi. Xullas, agar Muhammad haqiqatan ham ixtiro qilingan bo'lsa, demak ushbu fitnachilar Muhammadni insoniyat tarixidagi eng buyuk ahmoq sifatida ko'rsatdilar va yana kamiga Muhammadni soxta payg'ambarligiga urg'u berdi. Muhammad o'layotganida nima deganiga bir qarang. Keyin u azoblangan paytida Xaybarda yegan zahar azobini sezyapman dedi. Mening shoh tomirim kesilish vaqti keldi. Ya'ni u zaharning uni o'ldirayotganini shoh tomir kesilishi deb ta'rifladi. Shoh tomir kesilishi. Nimaga aynan shoh tomiri? Agar siz Muhammad haqida hikoyalar o'ylab topayotgan bo'lsangiz, nima sababdan bu g'alati tafsilotni ixtiro qilasiz? Axir Qur'onda agar Muhammad yolg'on payg'ambar bo'lsa, u qanday o'lishi haqida oyat bor. 69-44 dan 46 gacha oyatlarda Alloh aytadiki,
Agar Muhammad bizga qarshi ba'zi so'zlarni soxtalashtirgan bo'lsa, biz albatta uni o'ng qo'lidan ushlagan bo'lar edik. Keyin albatta shoh tomirini kesib tashlagan bo'lar edik, deydi. Ya'ni Qur'on ta'kidlashicha, agar Muhammad vahiylarga o'z fikrini qo'shib, bular Allohdan desa, Alloh uning shoh tomirini kesib tashlashini aytadi. Muhammad qanday o'ldi? U aynan shoh tomiri kesilayotganini his qilib, yig'lab o'ldi. Agar Yaqin Sharq hukmdori Muhammad haqida hikoya o'ylab topayotgan bo'lsa, nima uchun u Muhammadning Yahudiy ayol tomonidan aldanganligi haqida, kalamushdek o'lgani haqida, aqldan ozgani haqida va u yolg'on payg'ambarligini to'liq fosh qiluvchi hikoyalar o'ylab topgan? Shunday qilib, bularning barchasini hisobga olsak va agar Muhammadga oid fitnalar dadasi rost bo'lsa, demak islomni yaratgan fitnachilar sayyoradagi eng buyuk daholardan biri bo'lganligini tan olishimiz kerak. Chunki ular tarixdagi eng hayratlanarli fitnani amalga oshirdilar. Ammo shu bilan birga bunday sifatlarga ega bo'lgan payg'ambarni o'ylab topish uchun odam buyuk tentak bo'lishi kerak. Qanday qilib bu fitnachilar bir vaqtni o'zida eng buyuk daho va eng buyuk tentak bo'lishi mumkin? Mantiqsiz. Ya'ni ochiq oydin bo'lgan narsa shuki, Muhammad mavjud bo'lgan va uning jiddiy muammolari bo'lgan. Rahmat, endi navbat raddiya bo'limiga keldi. Dr. David Woodga raddiya uchun 12 daqiqa vaqt beriladi. Marhamat. Kirish so'zimda men eng ishonchli musulmon manbalaridan Muhammad haqida ixtiro qilinishi mantiqsiz bo'lgan 6 ta misol keltirdim. Birinchisi bu Muhammad o'zining vahiylarini iblisdan deb o'ylaganligi. Robert ta'kidlashicha, bu aslida Muhammadni jinni emasligini tasdiqlash uchun o'ylab topilgan hikoya. Ya'ni boshqalar Muhammadni jinni bo'lgan deb o'ylamasligini ta'minlash uchun o'ylab topilgan hikoya. Qani mantiq? Bu xuddi agar men kimnidir ixtiro qilayotgan bo'lsam va men uni gey emasligini ko'rsatish uchun men avval u o'zini gey deb o'ylashi haqidagi hikoyani ixtiro qilaman va keyin esa u gey emasligiga ishonganligi haqida hikoyani o'ylab topaman. Bu g'alati emasmi? Men Muhammad bir necha bor o'z joniga qasd qilishga uringanligi haqida dalillarni keltirdim va Robertning bu borada fikri nima? Qarangki, bu hikoyalardan maqsad Muhammad o'z joniga qasd qilmoqchi bo'lganligini ko'rsatish emas, balki Alloh Muhammadni himoya qilishini ko'rsatish. Va yana shu savol, bunday hikoyani nima keragi bor? Agar siz Alloh Muhammadni nima bo'lishidan qat'iy nazar himoya qilishini ko'rsatmoqchi bo'lsangiz, siz yaxshiroq hikoya ixtiro qilishingiz kerak emasmi? Misol uchun katta armiyalar Muhammadga hujum qilishi va Alloh uni doimo qutqarib qolishi haqida hikoyalar yaxshiroq emasmi? Muhammadning o'z joniga qasd qiluvchi, had desa o'zini o'ldirishga shoshadigan lata erkakligi haqida hikoya o'ylab topishning umuman hojati yo'q-ku. Muhammad sehrgarlik qurboni bo'lganligi haqida hikoyaga kelsak, Robertning ta'kidlashicha, bu voqea xuddi iblisdan kelgan vahiyga o'xshaydi. Alloh Muhammadni iblis vahiyidan xalos qilganligi kabi sehrdan ham 1 yil o'tib xalos qildi. Va yana shu savol, bu hikoyani nima keragi bor? Va yana bir bor bitta narsani ta'kidlab o'tish shart. Gap bitta yoki ikkita hodisa haqida emas, son sanoqsiz hikoyalar to'plami haqida. Agar siz bu odam haqida bitta yoki ikkita g'alati hikoya topsangiz, muammo yo'q. Fitnalar dadasi buni atayin Muhammadni o'ta go'zal shaxs qilib qo'ymaslik uchun o'ylab topgan desangiz, tushunsa bo'ladi. Ammo agar siz juda ko'p shubhali hikoyalarga ega bo'lsangiz, agar sizda 10 ta, 20 ta, 50 ta, 100 ta va hatto 400 ta g'alati hikoyalar bo'lsa, bu joyda endi bu tushuntiruv yarashmaydi. Va agar siz xolisona xulosa qilmoqchi bo'lsangiz, bunga eng mantiqan to'g'ri javob bunday ko'p muammoli hikoyalar borligiga sabab bunday g'alati odam rostdan ham mavjud bo'lganligi. Bilmadim buni yana qancha qaytarishim kerak. Xo'sh, Muhammad soxta bashoratlar qilganiga kelsak, Robertdan bunga javob olmadim. Muhammad noto'g'ri bashoratlar qilgan degan hikoyalarni ixtiro qilishdan nima ma'no? Bu da'voyimga ham Robert hoynahoy bu hikoyalar bitta emas, turli odamlar tomonidan uzoq bir vaqt davomida o'ylab topilganligi uchun paydo bo'lib qolgan deydi. Ha shunday ekan, nimaga ushbu fitnachilarning oxirgisi bu hikoyani yo'q qilmadi? Qani mantiq? Muhammad butun boshli oilasini so'ygan Yahudiy ayolning taomini yeganligiga va u Qur'onda yozilganidek soxta payg'ambarga mos kelgan tarzda o'lganligiga
Robertning javobi bu hikoya Muhammadni emas, aksincha yahudiylarni yomon qilib ko'rsatadi. Yo'q-e, oilasini so'ygan odamdan o'chini olgan ayol yomon bo'lib chiqadimi? Balki rostdan ham butun boshli oilasini yo'qotgan ayol o'chini olmasdan, indamasdan boshini egib kanizak bo'lib ketishi kerakdir. Ha, islom shunga o'rgatadi. Lekin nahotki yahudiylarni yomon qilib ko'rsatish uchun yaxshiroq hikoya topilmadi? Misol uchun, bir to'da yahudiylar Muhammadni o'ldirgan degan hikoya yaxshiroq emasmi? Nima uchun bitta o'qimishsiz yahudiy ayol Muhammadni lo'q qilganligi haqida hikoyani o'ylab topishadi? Agar men bir din uchun payg'ambar o'ylab topmoqchi bo'lganimda, men uni hech qachon shunchalik farosatsiz qilib ta'riflagan bo'lmasdim. Men uni eng aqlli, eng pok, eng jasur payg'ambar sifatida tasvirlagan bo'lardim. Xo'sh, Robert ta'kidlashicha, bu yolg'on hikoyalar bir kishi tomonidan emas, aksincha ko'plab odamlar tomonidan o'ylab topilgan. Turli vaqtlarda turli xil odamlar o'zining hikoyalarini qo'shib borar ekan, bu hikoyalar juda chalkash bo'lib ketishi albattaki kutilgan holat. Ha, muammo yo'q. Lekin gap shundaki, bu hikoyalardagi ziddiyatlar umuman katta emas, juda mayda ziddiyatlar. Va agar siz bu hikoyalarning manbalariga qarasangiz, hammasi bitta ildizga olib keladi. Va deyarli barcha ulamolarning ushbu hikoyalar bo'yicha xulosasi bir xil bo'lib chiqadi. Shuning uchun ham ular bu manbalarni sahih deyishadi. Va xo'p desak ham, bir fitnachining o'ylab topgan hikoyasi bitta xulosaga olib kelsa, boshqa fitnachining hikoyasi esa ikkinchi xulosaga olib kelsa va bu xulosalar bir-biriga zid bo'lsa, nima uchun bizdagi hikoyalardan faqat bitta xulosa keladi? Nima uchun ushbu xulosalar sahih deb ataladi? Qani boshqa xulosalar? Xullas, juda g'alati iddaolar. Xo'sh, Robertning biz bilamizki Muhammad haqida minglab yolg'on rivoyatlar mavjud degan da'vosiga kelsak, ha, 100% qo'shilaman. Bunga qarshiligim yo'q. Islom ulamolari o'zlari buni tan oladi. Muhammadga oid tonnalab hikoyalar uydirilgan va shu hikoyalar sababli ba'zi musulmonlar Robert yo'nalishiga qarab ketadi. Lekin shunda ham Muhammadni emas, hadislarni inkor qiladi. Xo'p, agar bu hikoya uydirma bo'lsa, bunisi ham uydirma bo'lsa va umumiy qilib aytganda minglab rivoyatlar uydirma bo'lsa, demak musulmon hadischilar yer yuzidagi eng katta yolg'onchilar to'dasi bo'lgan ekanda. Xo'p, ular yolg'onchi ekan, nega unda biz baribir ularning Muhammad haqidagi hikoyalariga ishonishimiz kerak? Sabab tarixiy uslub. Siz bitta hikoyalar uydiruvchi yolg'onchi bilan o'tirib, biriga bir ma'lumotlarni yozib o'tirsangiz, u bitta yolg'on aytishi mumkin, ikkita yolg'on aytishi mumkin, 3 ta, 4 ta, 5 ta, ammo oxir-oqibat siz uni yetarlicha uzoq vaqt davomida tinglasangiz, siz uning maqsadini tushuna boshlaysiz va oxiri uning yolg'on hikoyalari bilan rost hikoyalarini to'laqon ajrata olasiz. Musulmon manbalarida ham xuddi shunday vaziyat. Ha, ular dastlab payg'ambar mo'jizalar qilmagan degan hadislar yozishgan va ha, keyinchalik esa payg'ambar har burchakda mo'jiza ko'rsatgan degan hadislarni o'ylab topishgan. Va shu joyda tarixiy uslub bilan biz yolg'onlarni bemalol aniqlay olsak bo'ladi. Yana bitta narsaga e'tibor berish kerakki, deyarli barcha manbalarda Muhammad eng buyuk, eng go'zal axloq odami sifatida tasvirlanadi. Va shunday manbalarni o'qiyotganingizda orada shunday jirkanchliklarni topasizki, savol tug'iladi. Nima uchun bunday rivoyatlar kelgan? Buni nimasi go'zal? Nimaga bu hadislarni o'chirib yormaydi? Va xohlaysizmi yo'q, bu savolga yagona mantiqiy javob bu: ushbu jirkanch voqealar haqiqatdan sodir bo'lgan va musulmon tarixshunoslar orasida haqiqatdan ham rostgo'ylari bo'lgan va ular Muhammad haqida iloji boricha ko'proq haqiqiy ma'lumot yozishga harakat qilishgan. Robert yana juda ko'p bir-biriga zid bo'lgan hikoyalarni keltirdi. Bu yerda ham unga hech qanday raddiyam yo'q. Ha, musulmon manbalari katta axlat uyumi. Men bu gapim bilan bu manbalarni yomonlamoqchi yoki mubolag'a qilmoqchi emasman. Yo'q, hatto islom ulamolari o'zlari buni tan oladi, garchi biroz chiroyliroq so'zlar bilan. Ulamolar ta'kidlashicha, hadislar to'plami aslida bu voqealardan asrlar o'tgach yozilganligi sababli bu hadislar yolg'onlarga to'la. Bu bori haqiqat. Ammo ishonchli ma'lumotni topish uchun tarixiy uslublarni qo'llash orqali hatto oxirgi manbalardan ham foydalanish mumkin. Robertning aytishicha, Muhammadning tarixi aniq saqlab qolingan deb o'ylash bema'nilik. Va ha, bunga ham qo'shilaman. Bu haqiqat. Buni ham islom ulamolari rad etmaydi. Islom ulamolari ko'plab manbalarni butunlay uydirma deb hisoblaydi.
Robert yana eng oxirida Makka unchalik muhim bo'lmaganligi, u qadimgi xaritalarda yo'qligini ta'kidlaydi. Bunga ham raddiyam yo'q. Ha, to'g'ri. Muhammad haqida minglab rivoyatlar bo'rtirilgan va yolg'on orqali u chiroyli tasvirlangan. Bunga ham qo'shilaman. Musulmon manbalarini o'qisangiz, Muhammad go'yoki butun O'rta Sharqni kezgan va u Arabistonni zabt etib, o'z davrining barcha imperatorlari va rahbarlarini oyoqqa turgizgan. Ammo musulmon manbalardan tashqarida bu odam haqida hech kim hech narsa eshitmagan. Bizda ko'plab tarixiy qo'lyozmalar bor va ularning birontasida Muhammad haqida bir dona ham so'z yo'q. Musulmonlar manbalarida Muhammad barcha qo'shni davlatlarni titratgan-u, lekin o'sha davlatlardagi manbalarga qaraganda hech kim Muhammad haqida eshitmagan-a? Ajabo, bu ochiq-oydin. Ko'plab hikoyalar uydirilgan va bo'rtirilgan. Lekin bu biz bilgan tarixiy ma'lumotlarning o'zagiga ega bo'lgan tarixiy Muhammad mavjud bo'lmagan degani emas. U haqidagi hikoyalar uydirma bo'lsa ham uning o'zi mavjud bo'lgan. Robert men foydalanadigan islomiy manbalar 9-asrda yozilganligini ta'kidlaydi va shuni o'zi bu manbalar uydirma ekanligiga yetarli dalil demoqchi bo'ldi. Ha, to'g'ri. Bizda Muhammad davridan qolgan qo'lyozmalar yo'q, lekin biz qadimgi tarix qanday shakllanishini bilishimiz kerak. Fales va Anaximander kabi presokratik faylasuflar va boshqalarni misol sifatida olsak, bizda ularning qo'lyozmalari umuman yo'q. Bunga qaramay biz bu faylasuflar mavjud bo'lganligini va ular nima deganini bilamiz. Chunki ulardan ancha keyinroq yashagan olimlar ulardan iqtibos keltirgan. Masalan, Aristotel o'zining asarlarida ko'p faylasuflarni iqtibos qilgan. Hech kim Aristotelning ishiga qarab, bizda asl manbalar yo'q, demak Aristotel bularning barchasini o'ylab topgan demaydi. Qadimda agar sizning kitobingizni avlodlar davomida kimdir iqtibos qilmasa, kitobingiz yo'qolib ketardi. Ha, siz bu hikoyalar haqiqiy emas, chunki ularni avlodlar davomida hech kim iqtibos qilmagan, shu sababli bizga yetib kelmagan deyishingiz mumkin. Ha, bu rost. Lekin bu tarixiy uslub bizga yetib bormaganiga sabab bor va bu sabab hadischilar. Hadislardagi isnod san'atini yaratgan hadischilar bizda yangi uslub bor va bu tarixning yagona uslubi deyishgan. Avvalgi rivoyatlar bu usul bo'yicha kelmagan. Shuning uchun kechirasizlar, biz sizning iqtibosingizni tan olmaymiz deyishgan. Aynan shuning uchun Buxoriyga o'xshagan keyingi rivoyatchilar minglab eski rivoyatlarni yo'q qilishgan. Chunki o'sha rivoyatlarga qarasangiz, siz ular qanchalik jirkanch va sharmandali bo'lganligini ko'rasiz. Ya'ni Muhammadni 9-asrning yangi rivoyatchilari yaxshi qilib ko'rsatishga uringan va buni amalga oshirish uchun dastlabki noqulay rivoyatlarning barchasini ular yo'q qilishgan. Bu degani bugungi kunda ushbu noqulay rivoyatlarning aslida o'ta kichik bir parchasi bizga ma'lum xolos. Atigi bir zarrachasi, chunki qolganlarini hadischilar yo'q qilgan. Robertning aytishicha, biz bugun shunday fikrlashimiz o'tmishdagi odamlar fikrlashi bilan bir xil emas. O'tmishdagilar bizdan butunlay boshqacha fikrlashgan. Shuning uchun bugungi xunuk bo'lgan rivoyatlar o'sha davrda xunuk bo'lmagan. Ha, to'g'ri. Misol uchun Muhammad 6 yoshli qizaloqni nikohga olib 9 yoshida qo'shilgan. Bugun buni ifloslik deymiz. Lekin o'sha davrdagilar buni to'g'ri ish deb bilishini tushunishimiz mumkin. Cho'ri qizlar bilan aloqa, asirlarni zo'rlash, fohishalikni halol qilish, xotinni kaltaklash, tanqidchilarga zo'ravonlik qilish, murtad va yahudiylarni o'ldirish, yahudiy va nasroniylarni bo'ysundirish, talonchilik, qullik, qiynoqlar va hokazolar. Agar biz bugun payg'ambarni ixtiro qilganimizda bunday narsalarni xayolimizga keltirmagan bo'lardik. Lekin qadimgi odamlar uchun bunday narsalar oddiy hol bo'lgan. Shuning uchun ham ular buni ixtiro qilgan deyishingiz adolatdan bo'ladi. To'g'ri, tan olaman. Ammo ba'zi bir narsalar borki, ular hatto o'tmishdagi jamiyatlar uchun yomon hisoblangan va o'tmishda yomon deb hisoblangan narsalarni o'ylab topish mantiqsiz. Masalan, Muhammadga musulmon faqat 4 ta xotinga ega bo'lishi mumkin degan vahiy kelganda, uning o'zida kamida 9 ta xotini bo'lgan. Bu 200lamachilik. 200lamachilik esa qadimda ham yomon narsa bo'lgan. Xo'sh, nimaga fitnachilar payg'ambarni 200lamachi qilib tasvirlashgan? Muhammad o'zining o'gay o'g'lining xotiniga shahvat bilan qarab, uni ajrashishiga sabab bo'ladi va keyin shu taloq yegan xotinni o'z nikohiga oladi. Bilmaganlar uchun Muhammad bir kuni o'gay o'g'lining xotinini deyarli yalang'och holda ko'rib qoladi. Unga shahvat bilan qaraydi va uning o'gay o'g'li "Ha mayli, oling xotinimni" deb unga taloq beradi. Bunda hikoyani o'ylab topishdan nima maqsad?
Ko'plab musulmon manbalarida Muhammad bir bolakayning tilini so'rishi haqida hikoyalar bor. Ekranga qarang, o'ta mayda yozilgan bo'lishi mumkin, lekin o'qib beraman. Muhammad bir kun kelib, "Kichkintoy qani? Chaqiring kichkintoyni" deydi. Hasan yugurib kelib, uning bag'riga sakrab va tizzasiga o'tirdi. So'ngra u qo'lini soqoliga qo'ydi. Shunda Rasululloh og'izlarini ochib, tilini uning og'ziga soldi va "Allohim, men uni yaxshi ko'raman, sen ham uni va u yaxshi ko'rganlarni yaxshi ko'r" dedilar. Bunday rivoyatlardan nima naf? Hey, kelinglar biz ixtiro qilayotgan payg'ambarimiz haqida, u bolakaylarni tilini so'rishi haqida hikoyani qo'shib qo'yamiz. Va keyin yana Muhammadning sperma bilan qoplanganligi haqida ko'plab rivoyatlarni o'ylab topamiz. Qo'ysangizchi, bularni nima keragi bor? Bularni o'ylab topishdan nima maqsad? Yana bu hadislar sahih hisoblanadi. Qarang, Oysha rivoyati: "Men payg'ambarning kiyimlaridagi spermani yuvar edim. Shunda ham kiyimlarda bir yoki bir nechta dog'larni ko'rar edim." Oysha rivoyati: "Men Rasulullohning kiyimidagi spermani qirib tashlar edim va u keyin bu kiyimda namoz o'qirdilar." Oysha rivoyati: "Men payg'ambarning kiyimidagi spermani qo'lim bilan tozalardim." Oyshadan sperma tekkan kiyimlar haqida so'raganimda, u payg'ambarning kiyimidagi spermani yuvar edim va u hali suv dog'lari ko'rinib turgan kiyimda namozga borardi dedilar. Oysha rivoyati: "Men ko'rinib turgan spermani kiyimlaridan qirib tashlardim. Keyin u bu kiyimda namoz o'qirdilar." Oysha rivoyati: "Payg'ambar kiyimidagi spermani topib, uni tirnab tozalaganimni eslayman. 9 yoshli qizaloq spermani tirnayapti, spermani qirib tashlayapti, spermani yuvyapti, spermani tozalayapti va shundan keyin ham Muhammad sperma bilan masjidga borib, ummatini quchoqlab namoz o'qiyapti. Bu nima degani? Men bu odamni mendan uzoqroq tutish uchun unga nisbatan ehtiyot chorasi qo'llanishini talab qilgan bo'lardim. Bunday payg'ambarni o'ylab topishdan nima maqsad?" Iftiroslarga to'la raddiya uchun tashakkur. Endi navbat Robertning 12 daqiqalik raddiyasiga. Davidning savoli: kimdir shunda payg'ambar ixtiro qilishi mumkinmi? Bir so'z bilan, ha. Ibn Isaq 770-yillarda kitob yozgan, ammo bu kitob yo'qolgan. Lekin bizda ushbu kitobning uning shogirdi Ibn Hishom tomonidan 833-yilda yozgan katta qismi bor. Ibn Hishom o'z versiyasida muhokama qilish sharmandali bo'lgan narsalarni, odamlarni shubhaga qo'yadigan narsalarni o'chirib tashlaganini ta'kidlaydi. Agar siz Ibn Hisham ishlarini o'qigan bo'lsangiz, bilasizki, Muhammad biografiyasining asosiy qismi Ibn Hisham ishidan olingan. Alfred Guillaumening Muhammad biografiyasi degan juda mashhur kitobi, bu aslida Hisham ishining tarjimasi. Ushbu kitobda siz Oysha haqidagi, Muhammadning dushmanlariga bo'lgan hujumlari haqidagi, dushmanlarning xotinlarini tortib olishi, o'ldirishi, qiynoqqa solishi, misol uchun Kaybardagi xazinachini xazina qayerda ekanligini aytishi uchun qiynoqqa solishi haqidagi barcha hikoyalarni topasiz. Bu hikoyalar Ibn Hisham uchun sharmandali yoki shubhali bo'lmagan. Aks holda u bu hikoyalarni ham o'chirib tashlagan bo'lardi. Boshqacha qilib aytganda, Ibn Hishomning sharmandali va shubhali narsalarga bo'lgan nuqtai nazari biznikidan juda farq qilgan. Biz 21-asr istiqbollarini 9-asr ma'lumotlariga tatbiq etish tuzog'iga tushib qolmasligimiz kerak. Shunday qilib, David haq. Men hozir bu yerda o'tirib olib, nima uchun u yomon deb o'ylagan hikoyalarning barchasi aslida yomon emasligini tushuntirib berishim mumkin. Lekin vaqtim yo'q. Misol uchun sperma haqidagi hikoyalar. Buni tushuntirish juda oson. Bilaman, siz buni bema'ni deb o'ylaysiz va ha, bu jirkanchlik. Lekin bu hikoyalarni to'qigan odamlar nuqtai nazaridan Muhammad erkaklarning erkagi. U shunchalik erkakki, uning hosildorlik urug'lari undan daryo bo'lib oqqan. O'zingiz o'ylang, agar sizning diningizda eng oliy joy, ya'ni jannat, bu har bir kishi uchun 70 ta hurga ega bo'lgan o'ziga xos fohishaxona bo'lsa, ya'ni butun hayotingiz maqsadi seks bo'lsa, sperma bilan bulanib yurgan kishi siz uchun qahramon bo'lib ko'rinadi-ku. To'g'ri, sen bularni hozir taxmin qilyapsan deyishingiz mumkin. Agar buni taxmin desangiz, demak Davidning iddaolari ham taxmin. Ammo uning muammosi shundaki, u o'ylaydiki, bu hikoyalarning barchasi sharmandali bo'lgan. Demak, bu hikoyalar haqiqiy, chunki sharmandalikni hech kim o'ylab topmaydi. Ha, yaxshi. Lekin butun islom tarixida hech qaysi ulamo bularni sharmandali deb o'ylamagan.
Misol uchun, islom tarixi davomida sperma haqidagi voqeani oqlashga yoki Muhammad nima uchun eri va otasini o'ldirganidan keyin asirga olingan Yahudi ayol tomonidan zaharlanganligini tushuntirishga harakat qilgan bir dona ham ulamo yo'q. Nimaga yo'q? Chunki bu hikoyalar sharmandali emas, aksincha go'zal hisoblangan. Go'zal hikoyalar himoyaga muhtoj emas, lekin ular uydirilganmi? Xo'sh, keling, yana misol keltiraman. Men aytgan Ibn Hishom 9-asrda yozgan. Shunday qilib, bizda eng birinchi manba 9-asr adabiyotida keladi deyishimiz mumkin. Ammo aslida bu ham noto'g'ri. Sababi Ibn Hishomning o'zida bir nechta talabalari bo'lgan. Ibn Ishoqning ishi aslida 15 xil versiyada mavjud bo'lgan. Faqat Ibn Hishomniki emas va keyin ushbu versiyalarning kamida 50 xil yetkazuvchilari bo'lgan. Ehtimol siz Qur'on yetkazuvchilariga oid muammolar haqida eshitgansiz va Qur'onning ham turli xil versiyalari mavjudligini bilasiz. Sira adabiyotining ham xuddi shunday turli versiyalari mavjud va siralarning barchasi yonma-yon turadi va ularning qaysi biri ishonchliroq ekanligini aytishning mutlaqo imkoni yo'q, chunki ularning barchasi Muhammaddan kamida 200 yil o'tgach yozib olingan. Davidning e'tirozi bu bizda Anaximander va boshqa buyuk klassik Yunon olimlarining asl nusxalari yo'q, bizda faqat hikoyalar bor. Ha, bu e'tiroz juda to'g'ri. Ammo Ibn Hishomning sirasi qachon yozilgan? 9-asrda emas. Bizda 9-asr qo'lyozmalari yo'q. Bizda 10-asr qo'lyozmalari ham yo'q. Bizda 11-asr qo'lyozmalari ham yo'q. Bu mavzuga o'tib kam qolgan vaqtimni sarflamayman. Xullas, Ibn Hishom Siraf Ibn Ishoqdan olingan siraning birinchi nashri 1860-yilda turli xil arabcha qo'lyozmalar to'plamlari birlashtirilishi orqali tuzilgan. Va undan keyin ko'plab musulmonlar hamda musulmon bo'lmaganlar Muhammadning biografiyasini yozish uchun foydalangan. Lekin musulmonlar uchun bu manba qandaydir e'tiborga loyiq bo'lmagan. Bilasizmi nimasi qiziq? Standart hikoya bo'yicha arablar islom olamini 630-yillarda boshlagan va o'sha yillardan boshlab islom olami kengaya boshlagan, ulkan hududlar bosib olingan va butun dunyoga jar solgan. Bunga sabab Qur'on oyatlari va Muhammadning kofirlarga qarshi urush qilish va bosib olishni buyurgan ta'limotlari. Biz hammamiz buni bilamiz, chunki barcha ulamolar bu haqda g'ururlanib gapiradi. Va bugungi kunda ham musulmonlar kofirlarni o'ldirish bilan band, chunki bu musulmonlar bu ishni qilishni ularga Alloh buyuradi deb o'ylashadi. Lekin siz o'sha dastlabki yillar manbalariga qaytsangiz, bu buyuk islom olami haqida hech narsa topa olmaysiz. To'g'ri, dalilning yo'qligi hodisani yo'qligiga dalil bo'la olmaydi. Lekin menimcha bizning vaziyatimiz bunga istisno. 639-yilda Antioxiya patriarxi Jon I Misr va boshqa hududlarni bosib olgan Amar ibn Allas bilan bir qator munozaralar olib boradi va u Hagariyaliklar haqida gapiradi va Amarga yozgan xatlarida Hagariyaliklar yer bilan bitta bo'lganligi haqida gapiradi. Lekin ular o'z xatlarida hech qachon Qur'on yoki islom yoki Muhammad haqida bir dona ham so'z aytmagan. Agar Muhammad va Qur'on shunchalik ta'sirga ega bo'lgan bo'lsa, nimaga hech kim bu haqda gapirmayapti? Bunday misollar juda ko'p. 647-yilda Salusiya patriarxi Isho Yahab III Tayeya yoki Hagariyaliklar haqida yozganida, ular Isoning azob va o'limini rad etganligi haqida aytadi. Xuddi Qur'on Iso xochga mixlangani va o'lishini rad etgan kabi. Ammo u hech qachon ular musulmonlar yoki ularning dini islom yoki ularning Qur'oni yoki Muhammad degan payg'ambari bor deb aytmagan. U faqat Tayeya odamlari hujum qilganlari va ular Isoning o'lganligini rad etishi haqida gapiradi. Men 651-yilda Muaviya Konstansga xat yozganini va u siz otamiz Ibrohimning xudosiga xizmat qiladigan buyuk xudoga o'tishingiz kerak deb yozganini aytib o'tgan edim. Ya'ni Abu Sufyonning o'g'li Muhammad yoki islom haqida bir dona so'z yozgani yo'q. Quddus patriarxi Safroniy 630-yillarning oxirlarida arablar Quddusni bosib olganda u xalifa Umar bilan qanday uchrashganligi va patriarx unga shaharni ko'rsatganligi haqida juda mashhur hikoya bor. Ular muqaddas Sepikar cherkoviga, ya'ni Iso payti tirilishi kerak bo'lgan cherkovga borishganda, Safroniy Umarga kirib ibodat qiling deydi. Umar ulug'vorlik bilan, yo'q, agar men ibodat qilsam, mening izdoshlarim bu qabrni masjidga olib ketishni xohlashadi. Bu qabr nasroniylar cherkovida qolishini xohlayman deb aytadi. Ajoyib hikoya. 9-asrda Safroniy katta hajmdagi yozuvlarni qoldirgan.
U bu qo'lyozmalarda nima uchun Xudo Tayeya yoki Sarasenlarga Quddusni zabt etishga ruxsat berganligini nasroniylik dini nuqtai nazaridan tushunishga harakat qilgan. Lekin ushbu yozuvlarda ularni hech qachon musulmon deb atamagan, hech qachon Zumar haqida yozmagan, hech qachon ularning yangi dini, yangi payg'ambari yoki yangi muqaddas kitobi haqida hatto ishora qoldirmagan. Bu g'ayrioddiy emasmi? Agar islomiy hikoyalar haqiqat bo'lsa, nima uchun noislomiy manbalar sukut saqlashga qasamyod qildilar? Agar ushbu noislomiy davlatlar aynan islom sababli bosib olingan bo'lsa, bu haqda ular biror narsa yozishi kerak emasmi? Bizda yana ko'plab shubhali manbalar bor. Masalan, Doktriniya Kobi. Buni islom ulamolari odatda mana Muhammad haqida islomiy bo'lmagan eng dastlabki dalillar deb jar solishni yoqtirishadi. Ushbu 630-yilda yozilgan manbaga ko'ra, Sarasenlarda bir qilichli payg'ambar bo'lgan va ulamolar mana shu payg'ambar Muhammad bo'lgan deyshadi. Lekin bugun juda ko'p islom ulamolari ta'kidlashicha, Muhammad qilich bilan qurollanmagan, ya'ni vahshiy bo'lmagan. Lekin buni chetga surib, bu Muhammad bo'lgan desak ham, Doktriniya Kobi ta'kidlashicha, bu payg'ambar Isoning kelishini e'lon qilib, dunyoni tayyorlash uchun tamg'alangan bo'lgan. Xo'sh, endi agar siz Muhammadning ta'limoti haqida zarracha bilimga ega bo'lsangiz, bilasizki, u Isoning kelishini e'lon qilmaydi. Shunday qilib, bu qilich bilan qurollangan Isoning payg'ambari umuman Muhammad emas, balki islom dinini ixtiro qilganlar uni atayin Muhammad qiyofasida ko'rsatishga harakat qilgan bo'lishi mumkin. Shu bilan birga o'sha davrlarda yozilgan Matthew va Mark xabarlariga ko'ra, ko'p qishloqlar MHMD, ya'ni Mahmed bosh chopishlari sababli vayron qilingan. Ammo yana shu narsa, ushbu MHMD payg'ambar ekanligi haqida hech narsa yozilmagan. Ya'ni bir manbada u shunchaki jangchi, boshqa manbada u payg'ambar, boshqa manbada esa u MHMD. Mana shu MHMD aynan Muhammad degani-ku demoqchi bo'lsangiz, eslatib o'taman. 6-asrdan boshlab, ya'ni Muhammaddan ancha oldin Muhammad bu unvon bo'lgan va shuning uchun buni islom payg'ambari Muhammad deyishga hech qanday hojat yo'q. O'sha davrda yashagan nasroniy ruhoniy Thomas Peter 634-yilda Rimliklar va Tayeya de Mehed MHMT o'rtasida jang bo'lganligi haqida yozadi. Endi o'zingiz o'ylang. Men keltirgan da'volarga e'tibor bering va o'zingizga savol bering. Agar shuncha hadislar haqiqat bo'lsa, nima uchun boshqa hech kim Muhammadni eslamadi? Katta rahmat. Endi doktor David Woodni 8 daqiqalik ikkinchi raddiya nutqi uchun kutib olamiz. Xo'sh, kirish bayonotimda men musulmonlar manbalarida shu qadar ko'p sharmandali materiallar borki, biz bu sharmandaliklarni odamlar atayin o'z dini uchun o'ylab topgan deyishimiz mantiqsizligini ko'rsatdim. Birinchi bayonotimda 6 ta misol keltirdim. Jin kirishi, o'z joniga qasd qilishga urinishlari, iblisiy oyatlar, qora sehr, yolg'on bashoratlar va Muhammadning zaharlanishi. Keyin birinchi raddiyamda yana bir nechta misollar keltirdim. Misol uchun payg'ambar o'z vahiylarini buzuvchi ikkiyuzlamachi ekanligini, o'gay o'g'lining xotiniga ko'z olaytiradigan, kichkintoy o'g'il bolalarning tilini so'raydigan, xullas juda g'alati payg'ambar ekanligini ko'rsatdim. Aytmoqchi, bu til so'rish haqida aslida musulmonlar tushuntirishlarini o'qib chiqishimiz mumkin. Va ular ta'kidlashicha, til so'rish bu juda issiq muhitlar madaniyati bo'lgan. Qarangki, birovning tilini so'rganingizda siz og'izda namlikni saqlab qolasiz. Muhammad sallallohu alayhi va sallamning so'laklari shunchalik mo'jizaviy bo'lganki, agar u sizning og'zingizga tupursa, ushbu so'lak sizni bir necha kun chanqoqsiz ushlab turishi mumkin bo'lgan. Men nima demoqchiman? Bizda juda ko'p shunday xunuk manbalar bor. Muhammadning sperma bilan bulanib yurganiga kelsak, Robert to'g'ri fikrni bildirdi. Qadimgi musulmonlar bu rivoyatlar borasida bizdan juda boshqacha fikrda bo'lgan. Ha, men tan olaman. Sperma rivoyatlari sharmandali emas. Xo'p, lekin men o'sha zamonda ham jirkanch deb hisoblangan bir emas, ko'plab rivoyatlar bor deganman. Shuning uchun ham bizda Muhammad spermaga bulanib yurganiga nisbatan bironta qadimgi musulmon ulamoning himoyasi yo'q dedi. Ha, to'g'ri. Ammo bizda boshqa hollarda musulmonlarning tarixan ba'zi narsalardan juda bezovta bo'lganligi haqida ko'plab manbalar mavjud. Masalan, Muhammad va uning o'gay o'g'lining rafiqasi Zaynabning hikoyasi.
Muhammad Zaynabni deyarli yalang'och holda ko'rib qoladi va uning eri uni Muhammadga berish uchun uni taloq qiladi. Muhammad keyin unga uylanadi va bu katta janjalga sabab bo'ladi. Musulmon manbalariga ko'ra odamlar bundan juda norozi bo'lgan. Ko'plab musulmonlar bu nikohni insestga tenglashtirishgan. Natijada Alloh juda ham qulay tarzda islomda o'gay o'g'il degan narsa yo'q deb buyruq beradi. Ya'ni islomda hech qachon asrab olingan yigit o'g'il hisoblanmaydi. Siz yetimga g'amxo'rlik qilishingiz mumkin, lekin u baribir yetim hisoblanadi va siz uni oilangizga qabul qilishingiz mumkin emas. Shunday qilib ushbu noqulay vaziyat hal qilingan. Ya'ni Muhammadni o'gay o'g'li hisoblangan yigit endi o'g'li emas, bir yetim bola bo'lib qolgan. Ko'rib turganingizdek muammo bo'lgan va hal qilinishi mumkin bo'lgan muammo hal qilingan. Shayton oyatlari bilan ham xuddi shu holat. Siz bu hikoyaning evolyutsiyasini ko'rishingiz mumkin. Ya'ni vaqt o'tishi bilan hikoya borgan sari kamroq va kamroq noqulay hikoyaga aylangan. Hikoyaning dastlabki ko'rinishida Muhammad o'zining Quraysh qabilasi islomni qabul qilishini istaydi. Shuning uchun u o'z qabilasini islomga ishontiruvchi vahiyni xohlaydi. Shunda shayton unga u xohlagan oyatni beradi. Muhammad bu vahiydagi shirkni targ'ib qilib, islomda Quraysh ma'budlariga ibodat qilish mumkinligini aytadi. Biz bu hikoyani noqulay ekanligini bilamiz, chunki keyingi avlod musulmonlari voqeani qanday o'zgartirganini ko'rishimiz mumkin. Vaqt o'tib hikoyaning keyingi versiyasida Muhammad bu so'zlarni hech qachon aytmagan. Aslida shayton Muhammadning ovoziga taqlid qilgan va odamlar buni Muhammad gapiryapti deb o'ylashgan. Ammo aslida Muhammad bu vahiylarni gapirmagan va bu Muhammadning emas, odamlar va shaytonning aybi. Odamlar shaytonni aslida Muhammad deb o'ylashgan, chunki shayton uning ovoziga taqlid qilgan. Biz bilamizki, bu vahiylarni eshitgandan keyin barcha butparastlar, jumladan uning qabilasi ham ularning ma'budlari tan olinganiga xursand bo'lib ta'zim qilgan. Lekin bu hikoyaning oxirgi versiyalariga qarasangiz, hamma ta'zim qilgan deydi. Lekin nimaga ta'zim qilganligini aytmaydi. Ko'ryapsizmi? Hikoya borgan sari kamroq va kamroq noqulay bo'lib qolyapti. Bu shuni anglatadiki, bu hikoya qadimda ham sharmandali bo'lgan. Qizig'i shundaki, agar biz Robertning Muhammadga oid fitnalar dadasi g'oyasiga jiddiy yondashadigan bo'lsak, ya'ni bu hikoyalar barchasi bitta dinni yaratish uchun 9-asrda o'ylab topilgan desak, demak ular ataylab boshidan yomon hikoya o'ylab topishgan. Keyin bu ixtironi qoplash uchun yana bir yomon voqeani o'ylab topishgan. Keyin esa yana boshqa yomon voqeani o'ylab topishgan. Keyin esa yana va hokazo. Bu mantiqan to'g'ri kelmayapti, to'g'rimi? Sperma masalasiga kelsak, Robertning aytishicha Muhammad erkaklarning erkagi, o'ta hosildor bo'lgan. Menda savol bor. Robert, nima uchun siz Muhammad bulanib yurgan sperma aynan uniki ekanligiga shunchalik ishonchingiz komil? Keling bir nechta manbalarni ko'rib chiqamiz. Ekranda ko'rish qiyin bo'lishi mumkin, lekin men uni siz uchun o'qib beraman. Sunnan Abu Davud hadislari. Abdurahmon aytadilar, u payg'ambarni masxara qilib, odamlar bilan gaplashib kuldirib turganlarida payg'ambar kelib uning qovurg'alari ostiga tayoq bilan uradi va keyin mendan qasos olishing kerak deydi. Lekin sizning kiyimingiz bor, menda esa yo'q deydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kiyimini ko'tardilar. Keyin esa u kishi uni quchoqlab yonlarini o'pa boshladi va "Yo Rasululloh, men shuni xohlardim" dedi. Tushundingiz? Mana yana bir hadis. Bunisi juda qiziq, sababi bu hadis Arabistondagi eng chiroyli yigit bo'lgan Dihya al-Qabi ismli bir yigit haqida. Bu yigit shaharga kelganida shaharning ayollari unga qarash uchun yugurib chiqishgan. Bu yigit shunchalik chiroyli ediki, qizlar uni ko'rgani yugurib chiqishgan. Tasavvur qiling. Sunniy va Shia manbalarida odamlar Muhammadni Dihya al-Qabi bilan ko'rganlarida va payg'ambardan u haqida so'raganda, Muhammad, u Dihya emas, aslida Jabroil farishta edi. Jabroil Dihya al-Qabiga o'xshab ketadi derdi. Ya'ni meni qachonki Dihya al-Qabi bilan ko'rganingizda u hoynahoy Jabroil farishta bo'lgan deydi. Tushundingizmi? Yo'q. Mayli, keling bitta ikkita qisqa misol keltiraman chunki vaqtim kam. Abu Usmon rivoyati. Men Salaman huzurida Jabroil kelganini eshitdim. Jabroil alayhissalom payg'ambar bilan gaplashayotgan edi.
Keyin payg'ambar Salamandan bu kimligini bilasanmi deb so'radi. U Dihya, payg'ambar sahobalari orasida bir go'zal yigit dedi. Keyin Salama, "Yo Robbim, men uni Dihya deb o'ylasam, payg'ambar menga u aslida Jabroil farishta ekanligini aytdi." Tushundingiz-a? Keling yana bittasini ko'ramiz. Bir kuni Abu Zar Rasululloh sahobalaridan biri Dihya alqobiy qiyofasida bo'lgan Jabroil bilan shaxsiy uchrashuv vaqtida keldi. Jabroil ketgandan keyin Abu Zar Rasululloh huzurlariga kirganda, payg'ambar, "Ey Abu Zar, kirib salom berishingga kim to'sqinlik qildi?" deb so'radi. Abu Zar, "Ey Allohning rasuli, men sizni biron bir muhim ish bo'yicha Dihya alqobiy bilan shaxsiy uchrashuvdasiz deb o'yladim", dedi. Payg'ambar shunda, "U Jabroil edi" deb javob berdi. Tushundingiz-a? Yana bitta. Odamlar payg'ambarning huzurlariga xohlagan payti kirardilar. Vaqt o'tib payg'ambar Dihya alqobiy bilan shaxsiy uchrashuvda bo'lganlarida odamlarga kirishga ruxsat bermagan. Zo'ra, yana birini o'qib beraman. Hudayfa rivoyati. Bir kuni men ish masalasida payg'ambar alayhissalom bilan uchrashish umidida kelgan edim. Eshik oldiga kelganimda eshikni qoplagan pardani ko'rdim. Men uni ko'tardim va kirdim. Shunda men Dihyani uxlab yotgan payg'ambarning yonida o'tirganini va uning boshi Dihyaning tizzasida ekanligini ko'rdim, dedi. Qisqa qilib aytganda, u Dihya emas, Jabroil farishta bo'lgan ekan. Siz ekranda ko'rishingiz mumkin. Mana pastki qismida payg'ambar shunday deb javob bergan. Ya'ni bu yerda ham Jabroil. Qo'ysangizchi, biz tushunib turibmiz-ku, agar sizning xotiningiz uyga erta qaytsa va derazadan bir yigit sakrab tushsa, bu nimani anglatishini biz hammamiz bilamiz. Hech kim hech qachon "Ha yo'q, bu farishta bo'lgan" degan bema'nilikka ishonmaydi. Tarixda hech kim bunchalik ahmoq bo'lmagan. Xullas, Robert Muhammad bulanib yurgan sperma qayerdan kelganini biz bilamiz. Get over to. Nega ular bunday hikoyalarni ixtiro qilishdi? Bu juda oddiy, chunki ular aynan shu hikoyalarni xohlashgan. Islom boy arab amaldorlari tomonidan o'zining xohishlari uchun vosita sifatida ishlab chiqilgan. Amaldorlar o'z shahvatini qondirish uchun har xil noaniq, ammo shubhasiz o'zining foydasi uchun qo'llanishi mumkin bo'lgan hikoyalar o'ylab topgan. Bachchavozlik, ko'p xotinlik, haram va boshqa buzuqliklar. Agar kimdir ular qilmishlarini qoralasa, mana payg'ambar qilgan-ku deyish uchun ushbu hikoyalarni to'qib chiqarishgan. Demak, bu juda oddiy hol. Bundan tashqari, bular uzoq vaqt davomida sodir bo'lganligini tushunishimiz kerak. Abdulmalik va Fajjaj ibn Yusuf 8-asrning boshlarida, ya'ni 700-yillarning boshlarida yashagan. Hadis to'plamlari esa 130 yildan keyin paydo bo'lgan. Shunday qilib, ularda bu manfaatli hikoyalarni ishlab chiqish uchun juda uzoq vaqt bo'lgan. David shaytoniy oyatlar hikoyasini keltirdi. Bu hikoya shunchalik sharmandali ediki, odamlar uni darhol yumshatishni boshladi. Demak, bu rostdan bo'lgan. Men buni boshida tushuntirdim. Bu hikoyalar zaxira rejasi sifatida ixtiro qilingan. Agar hikoyada bironta qarama-qarshilik topilsa, ular "Ha, bu shaytoniy vahiylar, demak o'zgartirish mumkin. Agar Allohning vahiysi bo'lganida o'zgartirib bo'lmasdi" deyish uchun yaxshi reja deb o'ylashgan. Lekin vaqt o'tib qarasa, musulmon bo'lmaganlar bu hikoyani irmoq qila boshladi va shundan so'ng ular bu hikoyani yumshatish uchun turli versiyalarni o'ylab topishgan. Shunisi e'tiborga loyiqki, bu David keltirishi mumkin bo'lgan yagona misol. Bundan boshqa misol yo'q. Qolgan barcha hikoyalar, masalan, sperma hikoyalari yumshatilmagan. Hech kim ulardan uyalmaydi. Shunday qilib, bu hikoyalar sharmandali bo'lganligi sababli ular o'ylab topilmagan, chunki sharmandalikni hech kim o'ylab topmasdi deyish bu xato. Sababi bu hikoyalarni ixtiro qilgan odamlar ularni sharmandali deb o'ylamagan. Zaynab hikoyasiga keladigan bo'lsak, bu hikoya batafsil ma'lumotga muhtoj. Birinchidan, bu hikoya atayin sharmandalik qismlariga ega, chunki bundan ham amaldorlarga foyda bor va buni biz Qur'on orqali tushunsak bo'ladi. Hikoyaning asosiy qismi Muhammad keliniga ko'z olaytirib, keyin unga uylanishi muammo bo'lmasligi uchun u islomda o'gay farzand degan narsa yo'q deydi. Bularning barchasi aslida fitnaning bir qismi. Bu fitna birinchi navbatda barcha payg'ambarlar islomda qarindosh ekanligini ko'rsatish uchun qilingan. Qur'onning 6-surasidagi 84-86 oyatlarida shunday deyilgan: "Va biz unga Isoq va Yoqubni berdik.
Ularning har birini biz boshqardik. Ulardan avval Nuhni va uning avlodlari Dovud, Sulaymon, Ayub, Yusuf, Muso va Xoronni boshqardik. Shunday qilib bu payg'ambarlarning barchasi qarindosh. Biz yana bilamizki, Iso Qur'onda Musoning jiyani, chunki Maryam Musoning ukasi bo'lgan Xorunning singlisi deb ataladi. Lekin nasroniylar bu hikoya qanchalik sharmandaligini ko'rib, musulmonlarni masxara qilishganda, fitnachilar darrov hadislar o'ylab topib, bu hikoyada Maryam Xorunning singlisi deganda, hurmat sifatida singil deyilgan deb xatosini to'g'rilashga urinishgan. Lekin bu hikoya ahli Imron, ya'ni Imron oilasi deb nomlangan surada kelgan. Ya'ni bu fitnasi o'xshamay qolgan. Xullas, Zaynab hikoyasining maqsadi Qur'onning 33-surasida qissa qilib aytilgan va 37-oyatda aytilishicha, sizga Alloh nimani oningizga qo'ygan fikrni yashirgansiz va insoniyatga ko'rsatishdan qo'rqqansiz. Chunki bir hadisga ko'ra Muhammad Zaydga xotiningni saqla va Allohdan qo'rq degan. Shuning uchun 37-oyatda Muhammad Zaynabni xohlab turib, unga uylanmagani uchun Alloh unga tanbeh bermoqda. Xullas, bu oyatdan keyin Zayd kerakli rasmiyatchilikni amalga oshiradi va Muhammad Zaynabga uylanadi. Va keyin bu hikoyaga nuqta 40-oyatda qo'yiladi. Muhammad ummatning otasi emas, balki u Allohning rasuli va payg'ambarlarning muhridir. Shu joyda savol tug'iladi. Qur'on Zaynab hikoyasini 33-dan 37-oyatda yoritgan bo'lsa, nima uchun to'satdan 40-oyatda payg'ambar otangiz emas deydi? Aloqa nima? Siz shu joyda aloqa mutlaqo yo'q. Qur'on o'zi shunday to'dan bo'g'dan keladigan kitob deb javob berishingiz mumkin. Va ha, to'g'ri, men buni tan olaman. Ammo menimcha bu oyat aslida Zaynab haqidagi hikoyaning kaliti. Muhammad aynan Zaynab tufayli o'gay o'g'lidan voz kechadi. Shu bilan qarindoshi yo'q bo'ladi va keyin vahiy bilan u o'zini oxirgi payg'ambar ekanligini aytadi. Shu bilan Arab imperiyasida siyosiy barqarorlikni kafolatlaydi. Qarang, naqadar qulay o'ylab topilgan hikoya. Hech kim kelib men payg'ambarman yoki Muhammadning qarindoshiman deya olmaydi. Chunki Muhammad payg'ambarlarning oxirgisi va uning hech qanday avlodi yo'q, hatto o'gay o'g'li yo'q. Ya'ni hech kim kelib xalifalarning buzuq ishlariga to'sqinlik ko'rsata olmaydi. Xalifalarga esa aynan shu kerak bo'lgan. Thank you very much for that. We're going to jump into Endi biz yakuniy nutqlarga o'tamiz. Ikkala tarafga 5 daqiqadan vaqt beriladi. Dr. David Wood, siz yakuniy nutqingizni taqdim etishingiz mumkin. Marhamat. Men o'z xulosamda shuni ta'kidlashim lozimki, Robert va men aslida juda ko'p masalalarda kelishamiz. Musulmon manbalarda muammolar borligiga men to'laqon qo'shilaman. Agar Muhammad haqidagi standart islomiy rivoyat va uning Arabistonda qilgan ishlari rost bo'lsa, biz u haqda bizga ma'lum bo'lgandan ancha ko'proq ma'lumotga ega bo'lishimiz kerak degan fikrga men to'laqon qo'shilaman. Agar Makka musulmon manbalarda aytilishicha savdo markazi bo'lgan bo'lsa, biz Makka haqida qadimiy havolalarni topishimiz kerak edi. Lekin bizda ular yo'q va hokazo. Xullas mana shularga men to'laqon qo'shilaman. Ya'ni biz ikkalamiz kelishamizki, islom manbalarida katta bo'shliq bor. Va aynan shu bo'shliq bizdagi kelishmovchilikning manbasi. Shu bo'shliq sababli biz turli xulosalarga kelyapmiz. Xo'sh, to'g'ri, bizda eng dastlabki manbalar yo'q. Bu muammo. Odatda agar siz tarixshunos bo'lsangiz, bilasizki, eng yaxshi tarixiy uslublardan biri bu dastlabki manbalarni bir nechta boshqa dastlabki manbalar bilan solishtirish va keyin ularni ham keyingi kelayotgan manbalar bilan solishtirish va hokazo. Lekin bizda dastlabki manbalar yo'q. Xo'sh, bunday holda biz nima qilishimiz kerak? To'g'ri, siz bularning barchasi o'ylab topilgan degan xulosaga kelishingiz mumkin yoki men qilgan ishni qilishingiz mumkin. Ya'ni ba'zi bir ikkinchi darajali tarixiy tamoyillarga tayangan holda bu ixtiro qilingan narsami yoki yo'qmi degan savolni berishingiz mumkin. Men Robertning pozitsiyasini to'laqon tushunaman, lekin bu muammolar o'ta ko'p. Shunchaki o'ta ko'p-da. Agar siz bu yerda bitta narsani ixtiro qilgan bo'lsangiz yoki nima uchun kimdir ushbu narsani yoki bu narsani o'ylab topishini tushuna olmagan bo'lsangiz, bu boshqa gap. Ammo agar gap yuzlab hikoyalar va ba'zi bir mavzuning o'nlab versiyalari haqida bo'lsa, masalan, shayton oyatlari bo'yicha menda 50 ta islomiy manbalar bor. 50 ta. Bitta bo'lsa ham mayli-di. Bu o'ta ko'p-da. Xo'sh, qarang. Bizda sharmandali hikoya bor va keyin shu sharmandali hikoyaning 50 ta manbasi bor.
Siz haqiqatan ham kimdir sharmandali hikoya uchun 50 ta manba ixtiro qilishiga ishonasizmi? Ha, to'g'ri, tarixda odamlar o'ylab topgan narsalar juda ko'p. Bu haqiqat. Odamlar hikoyalarni ixtiro qilishadi. Ammo bu darajadagi tafsilotlarni ixtiro qilish oson deb o'ylaysizmi? Ha, to'g'ri, bu hikoyalarning aksariyati bo'rttirilgan, tonnalari uydirilgan, iflosliklar yashirilgan. Lekin nima demang, bu albatta tarixda Muhammad bo'lganligini anglatadi. Va endi o'zingiz bir o'ylab ko'ring, nega bugun bizda islomni fosh qiluvchi shu qadar kuchli dalillar bor? Bu dalillar shu darajada kuchliki, Muhammadni himoya qilishga tayyor bo'lgan bir dona ham da'vatchini topa olmayapmiz. Bizda mana shu Muhammad haqidagi ajoyib materiallar borligiga sabab musulmonlarning o'zlari. Ular bu manbalarni saqlab qo'yishgan. Islom dinida kufr qonunlariga ehtiyoj borligining asl sababi ham aynan shu. Bu sharmandali materiallar. Ulamolar bu jirkanchliklarni himoya qila olmaydilar. Shuning uchun ulamolar bu narsalar haqida bahslashishni emas, bu narsalarga qarshi chiqqan odamlarni kufr qonunlariga ko'ra o'ldirishni afzalroq ko'rishadi. Xo'sh, endi nima uchun bugungi kunda Muhammad biz uchun shunchalik oson nishon? Oldimizda ikkita faraz bor. Mening fikrimcha, bunga sabab Muhammad tarixda soxtaligi eng ochiq-oydin bo'lgan payg'ambarligi. Robertning fikriga ko'ra esa sabab odamlar Muhammadni o'zlarining manfaati uchun yangi din sifatida uni ixtiro qilganlar va shu bilan uni tarixdagi soxtaligi eng ochiq-oydin bo'lgan payg'ambarga o'xshatishgan. Lekin ular xohlagan payg'ambarni yaratishi mumkin bo'lgan. Eng go'zal, eng qudratli, eng ishonchli, eng mo'jizaviy, xohlagan sifatlarni o'ylab topish imkoniyatiga ega bo'lgan. Lekin Robert ta'kidlashicha, ular bunday qilishni o'rniga, ular aksincha payg'ambarni jin urgan, qayta o'z joniga qasd qilishga uringan, shaytondan vahiy yetkazgan, qora sehr qurboni bo'lgan, yolg'on bashorat qilgan, oilasi endigina so'yilgan ayolning pishirgan taomini yegan, yolg'onchi payg'ambar o'lishi kerak bo'lgan holatda o'lgan, hammaga to'tta deb o'zi 9 tasiga uylangan, o'gay o'g'lini xotiniga ko'zolaytirgan, kichkintoy bolalarning tillarini so'ragan, doimo sperma bilan bulanib yurgan va bu sperma qayerdan kelganligi haqida juda yaxshi dalillar qoldirgan payg'ambarni ixtiro qilishgan. Nahotki siz o'ylaysizki, ular shunday payg'ambar o'ylab topishga qaror qilgan? Bu vaziyatda eng xolis xulosa nima? Agar bu yerda bitta ikkita muammo bo'lganida, mayli, boshqa gap. Ha, bu Robert nazariyasi uchun katta muammo emas deb tan olgan bo'lardim. Ammo 487 xil noqulay manbalar bu fitna uchun o'ta katta muammo-ku, juda katta muammo. Shunday qilib, musulmon manbalari bilan bog'liq bo'rttirilgan, yolg'onga to'la rivoyatlar muammosiga qaramay, shunday qilib, mening fikrimcha, musulmon manbalari bilan bog'liq bo'rttirilgan, yolg'onga to'la rivoyatlar muammosi bo'lsa-da, bu hadischilar haqiqatdan ham mavjud bo'lgan bir yigit haqida xabar berishgan. Vaqtim yakunida barcha musulmonlarga shuni aytmoqchimanki, payg'ambaringizni mana shu islomofob Robert Spencerning ayblovlaridan himoya qilganim uchun menga tashakkur aytayotgan barcha musulmonlarga arzimaydi. You're welcome. David juda ham ajoyib daho yigitda. David demoqchiki, 487 xil noqulay hikoya bor. Bu juda ko'p. Demak, bular haqiqat. Hey David, bizda 480 ta emas, 593 mingta noqulay hikoyalar bor. Chunki biz bilamizki, musulmonlar Muhammad haqida kamida 593 mingta yolg'on hadis to'plagan. Buxoriyning o'zi bunga guvohlik beradi. Esdan chiqarmang, Buxoriy 600 mingdan ko'p hadis to'plagan va ularning faqat 7 mingtasini haqiqiy deb nashr etgan. Qolgan 593 mingtasini uydirma sifatida rad etgan. Ya'ni islom katta bir sanoat masshtabida ishlab chiqarilgan va menimcha uning 593 mingta hikoya uydirma degan fikri mutlaqo to'g'ri. Men shunchaki uning 7 mingta hikoyasi haqiqiy degan fikriga qo'shilmayman. Va biz yana bilamizki, bu qo'lyozmalarning birontasi 7-asrda mavjud bo'lganligiga bir dona ham dalil yo'q. Agar shu 7000 hikoyalar haqiqiy bo'lganda, 7-asrdagilarning birontasi bu haqda yozgan bo'lishi kerak edi. Masalan, butunlay boshqa dindan misol. Va men bu yerda hozir men katta muammo eshigini ochyapman, lekin baribir buni qilaman. Havoriylardan biri Paul Robbimiz Isoning qabul qilishdan ko'ra berish yaxshiroq degan so'zlarini eslang degan. Bu bayonot na Matthew, na Mark, na Luke va hatto Johndan kelmaydi.
Pau bu bayonotni tasodifan uning davrida keng tarqalgan mish-mishlardan eshitib qolib, uni o'z kitobiga qayd etgan. Va biz Buxoriyning 7000 hikoyalariga kelsak, 7-asrda Muhammad u degan, bu degan kabi mish-mishlarni hech bir kishi qayd etmagan. Hech kim bunday buyuk 7000 ta hikoya muallifi haqida mish-mish borligiga ishora qilmagan. Shunday qilib, bu vaziyatda eng to'g'ri xulosa bu, demak o'sha paytda bunday mish-mishlar mavjud bo'lmagan. Ular keyinroq 9-asrda o'ylab topilgan. Davidning e'tirozi shuki, fitnachilar Muhammadni xohlagan sifatlari bilan ta'riflasa bo'lardi. Va ular aynan shunday qilishgan. Ular Muhammadni o'zlari xohlagan sifatlari bilan o'ylab topgan. Lekin ular xohlagan narsa biz xohlagan narsadan mutlaqo farq qilgan. Ularning xohishlari bizning qadriyatlarimiz va axloqimizga asoslanmagan. Ular bir nechta ayollar bilan yotishni, yosh qizaloqlar bilan yotishni xohlashgan. Shuning uchun katta haramlari bo'lgan. Ular bachchavozlarni va boshqa ko'plab narsalarni xohlagan va ushbu istaklari uchun ular Muhammadni o'ylab topishgan. Bularni barchasini Buxoriy tushunib yetgan. Aynan shu sababli u 593 mingta hikoyalarni soxta deb e'lon qilgan. Agar Buxoriy bugun tirik bo'lganda va u qoldirgan hadislar orqali bugungi mullalar o'z nasl-nasabini va qarashlarini oqlayotganini ko'rganda, Buxoriyni o'zi shu 7000 ta hadislarni ham soxta ekanligini tushunardi. Bilasizmi, agar bu hikoyalar haqiqatdan bo'lgan bo'lsa, hech bo'lmasam bir dona odam Muhammad vafot etgan yildan, ya'ni 632-yildan 700-yil orasida yoki 700dan 800-yil orasida yoki hech bo'lmasam 800dan 830-yillar orasida hech bo'lmasam bir dona odam, "Hey, esinglarda bormi? Muhammad shunday degandi" degan mish-mishni yozib qoldirgan bo'lardi. Ya'ni bu yerda xulosa nima? Yo, Muhammad butun dunyoni titratgan-u, lekin nimagadir hech kim Muhammad kimligini bilmagan yoki u shunchaki mavjud bo'lmagan. Rahmat. Thank you. Bunday ajoyib debat uchun katta rahmat. Agar tomoshabinlarimizda savol bo'lsa, iltimos navbatga turing, chunki biz hozir savol-javobni boshlaymiz.